Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranning oldidagi dunyoning hamma joylaridagi qarindoshlar. Hammanglarniki mushu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmasining 65-sonida Qur'on ma'lum bir zamonga xosmi degan temani cho'ridab bir dars qilmoqchi. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleyküm assalam. Qanday ahvollari? Tinchmi turiblar? Yaxshi, fidoyi qarindishim, o'zingizmi yaxshi, obdan turayotgansiz. Men programdagi qisqacha mazmunini qata so'zlab o'tay. Qur'on ma'lum zamonga xosmi. Shunday qilib 10 necha asr ilgari Allohning elchisi Muhammad alayhissalom orqali bizlarga nozil qilingan Qur'onning zaman u davrda yashagan insonlarga munosabatli jarayonlari haqida Qur'ondan nazar programmasining 65-sonida to'xtaladigan bo'ldik. Qur'on ma'lum zamonga xosmi yoki zamondan halqagan kitobmi? Uningda bayon qilingan zamon va u davrda yashagan insonlarga munosabatli bayonlarni qanday tushunamiz? Kunimizga qanday tatbiqlaymiz? Qatorliq savollar asosida Qur'on manbalik asli dinning ta'limotlaridan bu programmamizda xabardor bo'lamiz. Qur'onni ko'nrab vaqti o'tib ketdi deb qaraydigan, mo'ngluq ahog'ida mast bo'lib, mazmunini tushunib o'qishga rag'bat qilmaydigan, burunqi xato tafsirlari bilan Qur'onni xato tushuntirib kelayotgan barliq vatandoshlarga tavsiya qilamiz. Ustoz, qanday ahvollar? Yaxshi, Endi Allohga shukr. mushu bizningki islom ulamolarining orasida ikki xil qarash bor. Masalan, birisi deydi, bu Qur'on zalash 1400 yil ilgari aşağı nazil bo'lgan shu zamondagi nimaga javob berdi. Bu zaman bilan munosabati yo'q deydiganlar bor. Yoki bo'lmasa ateistlarning, yoki bo'lmasa islomga qarshi ba'zi dushmanlarning ayda qarashlari bor. Hatta ba'zi o'zini olim deganlar hatta bu Qur'onning ba'zi hukmlari nasx qilingan qilich oyatlar bilan birgacha degandek bunday qarashlarmi bor endi. Sizlarcha bu qarashlar to'g'rimi? Qur'ondan nazar sog'inimizda biz qanday qilganchalik to'g'ri qariy olamiz? Bularni cho'ridab bizga bir dars qilib bergan bo'lsalar. Assalomu alaykum. Dunyoda qaysi joylarda hurmatli qarindoshlar, hammalaringiz shu vaqt xayrli bo'lsin. Qarindishimiz Abdulaziz degandek, bugungi o'zi Qur'on nazar programmamizning 65-sonida Qur'on ma'lum zaman xosmi degan mazmunda to'xtalamiz. Zodi buningga nurg'unlagan olimlarniki o'xshamagan qarashlari mavjud. Bir qismlari Qur'ondagi hukmlarga Arab yarim orolida bo'lgan voqealarga munosabatli holda tushadigandan keyin bu Qur'onni shu zamonga xos deb qaraydiganlar bor. Bir qismlari har qanday zamonga universal, ya'ni har qanday zamonga to'g'ri keladigan bunday bir kitob deb qaraydiganlar bor. Endi Qur'onni o'qigan vaqtimizda, Qur'onni shu rasmiy ayndaq tatbiqlab ko'rgan vaqtimizda bu ikki qarashniki qos to'g'ri yoki ikkili qarashda to'g'ri va xato taraflari bormi? Mushuning o'zini biz oydinlashtiramiz, Xudoyim bo'lsa inshaalloh. İnşallah. Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Qur'oni Karimniki e'tiqod, ibodat va prinsiplari bu universal bir kitob. E'tiqod hech bir zaman o boshqa bir shaklda tushuntirilmaydi. Shubhati la ilaha illalloh degan o'zi qoida bo'yicha tushuntirildi. İbadet mi
Şu Peygamber Aleyhisselam zamanı qandaq qılınğan bolsa, yoki bo'lmay Qur'oni Karimda qandaq ko'rsatilgan bo'lsa, u hech bir zaman o'zgartirilmaydi. Oshbet qilindi. Prinsiplar degan vaqtda prinsiplar hech bir zaman o'zgarmaydi. Prinsiplar misol e'tiqodga bo'lgan prinsipni misolga olsak, buningda Allohning borligi bilan birligining o'zini prinsip qilgan. La ilaha illalloh degan mushu jumla aş ikki narsaga, ikki prinsipni o'z ichiga oladi. Ya'ni har qanday bir yerda Qur'oni Karimda tilga olingan yer bor, bizni o'zi hech qanday bir narsa yaratgani yo'q. Bizni hech qanday bir narsa o'ltirmaydi, faqat zamon o'ltirdi degan qarashdagi kommunistlar shu zamonlardan bo'lganki, xuddi shunga o'xshash e'tiqoddagi insonlar bo'lgan, Alloh o'zi bizni yaratdi degan insonlar bo'lgan. Shundaq nurg'un ko'z qarashli insonlar bo'lg'achqa, Qur'oni Karim shundaq har turli ko'z qarashni o'ttirib qo'yish orqali uniki asos prinsipi shirk keltirmaslik bilan Allohni o'zi yo'q deyishga qarshi, ya'ni Qur'oni Karim shirk qarshi asosan. Shuning uchun la ilaha illalloh deganni tavhid bir aqidasi. Buningda o'zi Allohning birligi degandan shirk qarshi degan gap. Shunga birlikdan iborat bu prinsip, onundakin barlığından ibaret bu iki prinsipini asas qilgan tövhid. İkincisi ibadet olsa ibadetning o'zi her xil narsalarni vasita qilish orqali Allohga cho'qinish, Allohga ibodat qilish yoki bo'lmaydi boshqa narsalarga ibodat qilish o'xshash shunday nurg'un shakllar paydo bo'lgan. Shu vaqtda Alloh taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun degan ibora va buni qo'shib nurg'un nima jumlalar bor Qur'oni Karimda. Bunu da Allah Teala ibadet kılışta Allah'a ibadet kılışını prensip kılgan. Şunun için bu prensipten sırtıga çıkıp ketgendeki arlık bir narsa kıstırılgandan keyin, mesela arlıkka peygamberliğini kıstılsın, yoki olimlarni kıstılsın, yoki olmaydi qarilarni deymiz, bizniki jiqqi bunday ishlar. Shundaq narsani arlıkka vasita qilgandakilar u yerda shirk paydo bo'lgan bo'ladi. Şunu bu ibadet Allah'ın gayri arqılıq Allah'a kılınan bir ibadet olgan bo'ldi. Yani arlıkı vasıta kılıp ikinci ilah yoki qatarda qilgan hisoblandı. Shuning uchun bunday ibadet ne Allah Taala talab qilmaydi. İbadet qilish faqatla Allohga bevosita qilinishning o'zini Allah Taala prinsip qilgan Qur'oni Karimda. Bu hech bir zaman o'zgarmaydi yani. Endi uchinchisi degan vaqtda uchinchisi ahkamlar qo'ygan prinsiplar var. Ahkamlar qo'ygan prinsiplarning o'zida misol siyosat sohasiga Alloh taolo qo'ygan prinsipning o'zida lakum dinukum valiyadin degan oyatni eng oxirgi o'zi xulos sifatida shuning o'zini o'ttirib qo'ygan. Ya'ni bir davlatniki ma'murlari davlatning ichidagi fuqaroliga muomala qilgan vaqtida her odamniki dini yüzüge deb dinni surishti qilmasdan. Yana bir oyat var, la yaskar qavmun an qavmin degan oyat. Bunun asosan millatni, yani millatchilik qilib boshqa millatning o'zini kamsitmasdan. Mush ikki narsaga diqqat qilishning o'zini Alloh taolo buyurgan. Bu ikki prinsip asosan siyosat yurgizildi, neminiki davlatning ichidagi fuqarolarga. Hamda ahkamni icra qilish sohasi degan vaqtda Alloh taolo faqat adolatni prinsip qilgan. Yani adil, hamma odam barobar adil o'zi hukm chiqarishni prinsip qilgan. Demak ki Qur'oni Karimdagi bu prinsiplar hech bir zaman o'zgarmaydi. Bu Qur'onniki universal, yani o'zi har qanday zaman va makonga to'g'ri kelgan tarafi. Yani her qanday bir o'zi qonunni, yani siyosatga bo'lgan qonunni yoki jinoiy ishlar qonuni yoki bo'lmaydi o'rmon qonuni yoki tabiat qonuni deganga o'xshash har xil qonunni tuzash qilib qolsa-mu, Qur'oni Karimda shu sohada qo'ygan prinsipga asoslanib, shu o'ziniki rayoniga muvofiq holatda qonun tuzsa, bu Alloh taoloniki prinsipiga amal qilgan bo'ladi ve o to'g'ri qonun bo'lgan bo'ldi. O qonunning o'zini adolatini ijro qilsa Alloh taoloniki adolatini namoyon qilgan bo'ldi. Shunga olib Qur'oni Karimdagi maqsad ado bo'lgan bo'ldi. Ammo bu yerda biz bu nemaning o'zini shariat degan bir mavzuda o'tdi, bir suhbat.
aşını özü nimqa vaqtida bir qur deb o'tdik. Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asoslanib turib qonun chiqarilgan gap. Ammo qonun har yerda, masalan, Angliyadagi insonlarniki va Angliya jamiyatidagi amaliy ahvoliga qarab turib, shu Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib qonun chiqarsa, Qur'ondagi o'zi prinsipga asosan qonun chiqargan bo'ladi. Uni butun xalqqa adolat bilan, yani adil o'zi ijro qilsa, adolatni namoyon qilgan bo'ladi. Misolda bu yerda chiqargan qonun, misol, kambag'al yana boshqa bir davlatlarda, masalan, Afrikadagi Somaliya deymiz va hokazo, ayiga $100, $200 yoki shunday pulga ishlaydigan, ya ba'zi yerlar bor, masalan, $40 ishlaydigan, shunday yerlarga selishtirgan vaqtida, misol, boj qonuni deymiz, shunday qonunlar kelgan chog'da sotsial yordam qonunlari deymiz, bunda qonunlar kelgan vaqtida undaq yerdagi o'zi tuzgan qonun bilan ma'u boy davlatlarga qarta boy davlatlar o'zi qarta tuzgan qonun yani o'xshash bo'lmaydi. Boy davlatlar u yerdagi o'zi boy bo'lgandan keyin shu yerdagi iqtisodiy sharoit qarta qildigan yordami ko'p bo'ladi. Kambag'al davlatlar o'zining iqtisodiy ahvoli qarta qildigan yordami oz bo'ladi, misol sotsial yordam sohasida berilgan maosh shunga qarta bo'ladi. Shuning uchun bu qonunning o'zini insanların ihtiyacını asas kıldı. İnsanların ihtiyacı bu yerde prensip oldu. Şu maaş ölen insanlar özünün ihtiyacını kamdayamadı. Devlet onun özüne aşını asas kıptırıp bu yerde özü insanlara sosyal yardım verişi olsun ya olmaydı maaşı verişi olsun bir yer işlese aşı prensip asasen özü toxtutudu. Demek kanun aşının kartı tüzüldü. Bu prensip hiç qanday bir yerde özgermeydi. Yani ihtiyaç degan narsa hiç qanday bir yerde özgermeydi. Ama bazı yerlerde pulniki özü unchalar kuchi bo'lmaydi. Kuchi bo'lmagandan keyin jiqaroq o'zini qildi. Masalan, Angliyani misol olsak, birqancha lag'manni 15 sterling yeymiz. Buni Turkiyaniki pulsiga hisoblagan vaqtda 700 ko'yga to'g'ri keldi misol. Endi u yerga olsak, bir qancha lag'manni asosan 200 TL yeyishimiz mumkin. Bunday bo'lgandan keyin demakki nima degan vaqtda u yerdagi sharoit maya o'xshamaydi. Shuning uchun u yerdagi ehtiyoj qarta insonlarning ehtiyojini asos qilib turib, maosh naskerini to'xtadi. Davlatmi boj qonuni nima tuzgan vaqtda davlatniki ehtiyojini asos qilib turib qonun tuzaydi, boj qonunining o'zini. Bu prensip yani ihtiyaç yani xalqning ehtiyoji, davlat ehtiyoji degan ehtiyoj hech bir zaman o'zgarmaydi. Bu shu ehtiyojga asosan davlat o'ziniki iqtisodiy qonunning o'zini tuzaydigan gap endi. Demak bu yerda Qur'oni Karimda o'zgarmaydigan narsa nima ekan degan vaqtida e'tiqod, ya'ni aqida va o'zi ibodat va yana prinsip bu uch narsa o'zgarmaydi. Hech bir yerda o'zgarmaydi. Ham uningga asoslanib tuzilgan qonunlar her zamanda şu zamandaki özü insanların ihtiyacındaki ya ki insandaki özü iktisadi ahvalındaki özgürlüğe ya ki özü o yerdeki cemiyetin özgürlüğe asasen kanun devamlı şu cemiyetini kontrol kılış maksatında onu doğrulanıp özgürüp durdu. Onu özgertmese o kanun ahir kaldıgan gap. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimdagi universal terapi qasika degan vaqtda bu uch narsa asos qilindi. Yani etikad, ibadet ve prensipler. Bu narsa hiçbir zaman özgermeydi. İkisi etikad bilen ibadet Qur'oni Karimda qanday ko'rsatilgan bo'lsa shu holatda shu paytda o'zi Alloh taolo shu holatda iymon etish, Alloh iymon eting degan o'rinlar hammasi shu qatorda iymon etish, Qur'oni ko'rsatilgan bo'yicha ibodatning o'zini Qur'oni ko'rsatilgan bo'yicha o'zi qilinish bu o'zgarmaydi. Prensip hiçbir zaman özgermeydi. Mesela o'g'irlik nima jinoyatchiga jazo berish degan bo'lsak, o jinoyatchiga jazo berishning o'zini Qur'oni Karim prinsip nima degan vaqtda prinsip o jinoyatchiniki o'tkazgan jinoyatiga muvofiq jazo berish. Bima kasabat degan o'zi ibora bor. Qilgan ishiga loyiq holatda jazo berish bu bir prinsip. Ya'ni bu yerda millatchilik qilish yoki dinchilik qilish orqali ma odam meniki dinimdanki biz ikkimiz bir din ekanmiz, anda bo'lganiki bunga biroz o'zi e'tibor berib jazoni yengiltib qo'yay
yoki odam meniki dinimdan emasga buni sal og'irroq jazo berib o'tay yoki madem mening millatimga buningga yenik jazo beray mening millatim emasga buni og'ir jazo beray deb hozir xitoyga o'xshash anda qilqi qo'sh o'lchamli qonunni ijro qilishni anda qo'sh o'lcham bilan ijro qilish bu o'zi alloh taolo nima qilmagan to'sqan bir o'zi usul uning uchun bu prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi ya'ni shu har qanday qonun prinsip asosida chiqarildi qonun davomli jamiyatning o'zgarishi jamiyatning o'zgarishiga asosan u jamiyatga tatbiq qilgan asosda jamiyatni kontrol qilishni eng o'zi to'g'ri shaklni asos qilgan holda u qonun davomli o'zgarib turdi va ba'zi qonunlar amaldan qilib yangidan qonunlar chiqib turdi ammo prinsip o'zgarmaydi shuning uchun bizniki bilib oladigan narsamiz nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida o'zgarmaydigan 3 narsa asos qilindi. Bütün peygamberler şunday bo'lganda o'zining zamoni va makonida 3 narsani o'zgartmagan. La ilahe illalloh o'zgarmagan, Alloh bo'lgan ibodat o'zgarmagan va u jamiyatga loyiq o'zi jamiyat bo'layotgan ishlarning o'zini Qur'oni ya'ni shu o'zining qo'lidagi kitoblardagi prinsipga selish orqali u yerdagi masalani shu jamiyatga loyiq holatda hal qilishdan iborat bu narsa o'zgarmagan tarixdan bo'lgan. Yani Allah Teala'nınki bu yerdelik bizge tavsiye qilgan yoki bizniki biz Qur'on nimani deb o'tdikmish payg'ambarlarniki voqealigini so'zlagan vaqtdami har payg'ambar o'zining zamonida shu zamondagi masalalarning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsipga sep turib uni to'g'ri hal qilib millatni to'g'ri yetaklab mangan uning uchun o'zi keyin kelgan ummat yo'q degan vaqtda ummatmi payg'ambarning izidan mangma payg'ambar o'zi tutgan yo'lni tutib mangma desa alloh taolo tushirgan shu kitobning o'zidagi prinsiplarga jamiyatdagi o'zining shu yashayotgan jamiyatdagi masalalarni selish orqali to'g'ri bir o'zi yakun chiqarib to'g'ri bir o'zi nima chiqarib hamda shu hukm chiqarib masalani to'g'ri hal qilish bu o'zi payg'ambarlarning tutgan yo'liga degan bo'ldi. Bu prinsiplar hamda her bir mesele üstüde bunun o'zini baştan ahir desek hamda yüzlegen prinsiplar çıkıdı. Hozirgidek shu bir qancha prinsipning o'zini o'tirib qo'ydik ammo Qur'oni Karimninki asosliq o'zgarmaydigan prinsiplarni shu 3 narsaga yig'incha qilsak bu to'g'ri bo'ldi. Hamda ikkinchi tarafga degan vaqtda ikkinchi taraf zaman xos qilingan taraf. Bugun zaman to'g'riliq Qur'oni Karim bir zaman xosmi degan bo'lg'achqa bu zamonga xos tarafning o'zini bayon qilamiz. Zaman xos tarafi nima degan vaqtda her zamanda chiqarilgan hukmlar yoki bo'lmaydi her zamanda da shu zamonga loyiq holatda shu zamondagi amaliy ahvolning o'zini nazar tutgan holatda Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib tuzgan qonunlar keyingi zamonlarda bir qismi amaldan qoldi misol. To'liq amaldan qolmagan taqdirdami, davomli amaldan qolib turdi. Uning o'zini insonlar Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib, o'zining zamonidagi masalalarni hal qila oladigan shaklda tuzash shu zamondagi yana insonlarniki o'zining vazifasi bo'ldi. Misol, hozir bizning qo'limizda bor narsa fiqh bor. Musulmonlarning qo'lida, butun musulmonlarning qo'lida bor narsa shu fiqh kitob, Sharh va qoida degandek kitoblar bor. O kitaplar Abbasiye sulolasi zamonlarida davlat qonuni bo'lgan kitoblar u qulluq bir davrida shu qulluq davrida shu davrdagi masalalarni hal qilish maqsadida tuzalgan qonunlar. Hamda bu qonunning bir qism yerlari Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslangan bo'lsa-mu, bir qism yerlari Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanmagan yerlarmi bor. Chunki Qur'oni Karimdagi prinsiplarga nihoyat zid keladigan yerlerim bor. Ne bo'lishdan qat'iy nazar bu qonunning o'zini hamda hozirgi vaqtda biz davlatimizda shariatning o'zini yo'l qo'ymaymiz. Deb o'tirib, shu qonunning o'zini shu davlatimizda davlatimizda qonun qo'llangan vaqtda u davlatniki qonun sohasidagi ehtiyojini qamdayolmaydi. Ya'ni nurg'un sohaga javob berolmaydi. Nurg'un sohadagi masalalarni hal qila olmaydi odatda. Misol hozirgi bank masalasi deymiz,
Mesela o'xshash jinsliklarniki yana öy tutish masalasi, zina qilish masalalari deymiz. Andaki sunniy narsalar zina qilish masalalari deymiz. Xuddi shunga o'xshash bank nima halqi üstüme halqi hozir har xil o'yinlar bor misol. Kompyuterda o'ynaydigan deymiz, har xil soat o'yinlar deymiz, u malqi qilmaniki bir turga o'xshash shunday narsalar bor. Ashunday narsalarni hal qilishga u kitoblardagi nurg'un narsa yetarsiz-da. Hem onu qanday qilish kerak degan vaqtida o kitapның o'zi, ya'ni shu qonun o qulluq davridagi masalalarning o'zini hal qilish uchun Arab yerim oralidagi masalalarni, Arab jamiyatidagi, Arab madaniyatidagi masalalarning o'zini shu zamondagi bo'lgan masalalarni hal qilish uchun yozilgan kitob bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda qulluq davri emas. Qulluq davri bo'lmagandan keyin u yerda qonun tamoman o'zgartib, hozirgi zamondagi masalalarni Qur'oni Karimdagi şu prinsipni asas qilgan holatda hozirgi zamondagi masalalarni hal qila oladigan qonun tuzash, siyosiy qonun olsun, xalqaro munosabatga doir qonunlar olsun, yoki bo'lmaydi jinoiy ishlar qonuni olsun, o'rmon qonuni olsun, tabiat qonuni olsun, bunda qonunlarning o'zini hozirgi zamondagi masalalarni hal qila oladigan shart ostida Qur'oni Karimdagi shu prinsiplar asosini turib tuzsa, u odam Qur'oni Karimga amal qilgan bo'ladi, u davlat yoki agar uni adolat bilan o'zi ijro qilsa, nima bo'lgan bo'ldi desa, Qur'oni Karimdagi o'z adolatni vujudga chiqargan bo'ldi yani. Bu o'zi Qur'oni Karimdagi qonuniy sohadagi, ya'ni Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsiplarga asosan tuzilgan qonunlarniki her zaman, her makonga butunlay şu nimetin Umayya sulalasidan başlap kıyamet qayim bo'lishlik kuchga ega bo'lolmaydiganligi va uni davomli zamonga moslashtirib turib, zamondagi nimaning o'zini zaman va makondagi masalalarni to'g'ri hal qila oladigan shaklda uni tuzitib turib, to'liqlab shunday qonun qilib menish, qonunshunoslikniki o'zi nimasi vazifasi ekanligini o'zi bildirdi bu Qur'onning o'zi. Andaki Qur'oni Karimda yana bir qism bilim sohasidami shu zamoniga xos bo'lgan narsalar va uning o'zini bilimniki faqatla uniki prinsipini ep qilib qolgan yerlarning o'zini shu zamoniga qo'yib qo'yish bu nihoyatda to'g'ri bir narsa bo'ldi. Misol Qur'oni Karimda Sura Baqarniki 189-oyatida Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas vel hajj degan o'z oyat bor. Sinada ular yangi oy to'g'riliq so'raydi. Sen ularga u oy deganning o'zi insonlar vaqt belgilaydigan, hajning vaqtini belgilaydigan, shunday foydalanadigan narsa deb javob ber deb Qur'oni Karimda shunday o'zi ma'lumot beriklik. Endi bu degan vaqtda bu shu zamondagi insonlarniki ilmi qobiliyatiga xos bir javob bo'lib, shu zamondagi insonlar, yani Payg'ambar alayhisalom zamonida yashagan insonlar oydan shu ikki sohada foydalana oladi. Birinchi oy kirdi, yo birinchi oyning 10'ida paloniya ko'rib kelaylik, yo birinchi oyning 20'sida pustoniya ko'rib kelaylik, yo qizimizni to'yini paloni vaqtda qilaylik degandek o'z narsalardan foydalana oladi. Va yoki bo'lmaydi 12-oydan 2-oygacha hajning vaqti olsun yoki nima 11-oydan 12-oygacha bir oy hajning vaqti olsun yo paloni oyda berib urush qilamiz degandek narsalarni to'xtam qabila boshliqlari kengashib, bunday vaqtni belgilaydiganga qarata mushunchilikni foydalana oladi oydan. Endi hozircha degan vaqtda hozir masalan foydalanish degan prinsip bu hech qachon o'zgarmaydi. Ammo oydan faqat shu ikki narsadan foydalansa boshqa hech qanday foydalanish bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karimda ashtar degan, sen undan ortiq foydalansang bo'lmaydi deyish bu butunlay xato narsa. Bu bilim zamonga va makonga xos narsa. Mesela şu zamanda aşınçılık faydalanılan bilim var. Onun için Allah Teala şularni foydalanılan özü seviyesi qarta bu cevabını beriklik. Hem hazırcha degan vaqtda agar o'zi insonlar imkoniyat ega bo'lsa, oydagi boyliqlarning o'zini zaminga to'shib akilib foydalansimi, bu bo'laverdi. Hech qanday Alloh taolaniki
foydalanish degan prinsipiga zid kelmaydi degan gap. Yana Qur'oni Karimda Sura Anfal'daki 60. ayetida ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil khayli turhibuna biha aduvallahi ve aduvakum degan mush oyatning o'zidimi nima deydi desa Alloh taolo sizlar dushmanga qarshi otlarni tayyorlash bilan o'zi tayyorlik qilinglar. Otlar bilan tayyorlik qilinglar yani. Yani şu o'zi dushman qarta yeterlik ot naskeren tayyorlanglar deb Alloh taolo tayyorlik sohasida bu şu zamandagi insonlarga otning o'zini tilga olgan. Endi bu degan vaqtda tayyorlik qilishdan iborat bu prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi. Ammo otga kelgan chaqcha degan vaqtda hozirgi zamonda shu ot kuchga ega deb turib olishga bo'lmaydi degan gap. Hozirgi zamonda tayyorlik qilinglar degan bo'lsa Alloh taolo dushmanga o'zi zarba bergidek darajada sizlar dushman kuchingni yetgidek darajada nima qilinglar tayyorlik qilinglar degan bo'lsa hozirgi zamondagi eng ilg'or qurol yarog' bilan tayyorlik qilinglar degan bo'ldi deb tushunish bu Qur'oni Karimdagi hozirgi zamondagi tayyorlik qilinglar degan buyruqqa prinsipiga amal qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bir qism oyatlarning o'zini zamonga moslashtirmay deb bu oyatniki o'z ma'nosini chiqarib o'tib tankı zemberek bilen, raketa bilen, aeroplan bilen tercüme kılıç kışkanda hacet kalmaydı. Onu şu zaman karta düşünümüz, hazırlık zamanı tetkikliğe vaxtda, hazırlık zamandaki koral yaraklıqla, onun özünü üyürstekle, demek ki o neyse cahit çıkıp deniyor. Hem de yana Sör Nehl'deki 8. ayette vel hayle vel bigale vel hamire li terkebuha ve zine degan şu ayet var misal. Atni, eşekni, keçirni sizlarning minishinglar uchun yaratdi. Deb deganda endi buni bu yerda minib foydalanish, bu yerdagi maqsad mush oyatning yuqorisida Alloh taolo hayvonlardan qanday foydalanish sohasida bayon qilgan vaqtida shu Sura Anfalniki, Sura Nahlniki 7-oyatlardan boshlagan vaqtida nurg'un o'zi şu hayvonlarning o'zini aniki jungidan foydalansizlar, mana sutidan foydalansizlar, ana terisidan foydalansizlar deb o'tirib, endi bu ot, eshak, qachirchi degan vaqtda bundan sizlar buni minib foydalansizlar deb o'zi bayon qildik. Ham bu yer prinsip nima degan vaqtda foydalanish. Foydalanishdan iborat bir prinsipning o'zini Alloh taolo o'tirib qo'yuqliq. Ham shu vaqtda insonlar nimadan foydalanadi degan vaqtda shukrni otib, u yerga menish va kaza ishilda ot, eshak, qachirdan foydalanadi. Tögün batı amma ko'pincha vaqtlarda shu narsalardan foydalanadi. Shuning uchun Alloh taolo buning o'zini bayon qiliqliq. Endi hozirgi zamonda biz buni nima qilgan vaqtda degan vaqtda foydalanishlar, sizlar shunday foydalanadi degan vaqtda bu foydalanishning o'zini iborat bu prinsipga asoslanib turib hozirgi zamonda masalan mashina, aeroplan, poyezd masalan ish qilib inson chiqib bir yerga mangadigan narsaning har qandaydan foydalanishniki to'g'ri ekanligining o'zini buni to'g'ri kelganligini o'zini bayon qildi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda Alloh taoloning prinsipidan iborat, foydalanishdan iborat, ya'ni to'g'ri foydalanishdan iborat bu narsaning o'zini hech bir zaman bu o'zgarmaydi. Ammo bu yerdagi nima foydalanadigan şeyi davomli o'zgarib turdi. Masalan, hozirgi vaqtda biz mashinada u yerga mangimiz, aeroplanda mangimiz, keyingi vaqtda biz hayot vaqtida bo'lsin yoki biz o'lib ketgan vaqtda bo'lsin yoki yomay 40 yil keyin bo'lsin. Masalan, hozirgi vaqtda Istanbulda yerga borsak 4 soatga yaqin aeroplanda manggan vaqtda bora olamiz. Buni masalan 8-10 yil yo 20 yil keyin kim biladi 2 soatda boradigan yoki 1 soatda boradigan narsalar vujudga kelishi mumkin. Bu vaqtda nima degan vaqtda bu Alloh taolo ot eshakdan foydalanadi degan, ashuni minib mangmasak bo'lmaydi. Bu narsani foydalanish bu bizga to'g'ri bo'lmaydi demasdan Alloh taoloniki yaratib bergan maxluqotlardan yaxshi foydalanish uchun u narsalarni musulmonlar o'zi yasab bo'lsa, ashunday foydalansa,
o teximbek özü yaxşı geldi. Başka özü dindikiler yasıganın onda musulmonlik kallasını işitip, yaxşı okup, şu narsalarning özünü yüz yasap, dünyada öz başka insanlarni menfaatlandirib, bunda qilsa musulmonlarga o'zi Qur'oni Karimniki ruhiga toza amal qilgan bo'ladi. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Yana o'zi Adiyat surasida Adiyat surasiniki 1-oyatdan 9-oyatgacha misol vel adiyatı debhen fel muriyat qadhen fel mughirat subhan fel asarna fel mughir Zeynep olmuş kömeğim getirendi. Feserra bihi naqan fevasatna bihi cem'an innel insane li rabbihi lekanut ve innehu ala zalike leşahid. Degan mana mush oyatning o'zida Alloh taolo tasvirlab shu urush maydoniga shundoq o'z bo'ronda kirib ketayotgan otlarni tasvirlaydi. Aş atlarını qasam qildi. Oxirsida nima deydi o'zi ve innehu ala zalike leşahid deydi. İnsan aşnığı şahit bo'lgan narsalar bilan Alloh taolo nima o'zi qasam qilyapti-da. Bu yerda Alloh taolo nima deydi degan vaqtda bu yerdan foydalanadigan narsalarning o'zini urush o'zi maydonida foydalanadigan narsalarni bizga bayon qilib, la shahid deb o'zi bu iborani oxirida keltirib qo'yishga sabab nima degan vaqtda har inson o'zi shahid bo'lgan, o'zi yashagan zamondagi narsalar urush maydoniga kirishligi nihoyat to'g'ri bo'lganligini o'zini bizga bayon qildi bu yerda. Ya'ni shu zamonda ot bilan, qechiri bilan, eshak bilan o'zi ya to'gi bilan urush maydoniga kirgan bo'lsa, ham hozirgi vaqtda har birimiz ko'z oldimiz shahid bo'layotgan aeroplan, tanka, zambirak, raketa bundaq narsalar bilan o'zi urush maydoniga kirish, ya'ni har inson o'zi yashagan zamonda shu zamondagi urush dushmanga taqobil turishda eng o'z unumli bo'lgan, foydali bo'lgan narsalar bilan urush maydoniga kirishniki nihoyat to'g'ri bo'lganligini o'zini Alloh taolo bu yerda bizga bayon qilyapti. Ya'ni bu yerda nima demak degan vaqtda buni jafo tortib, o tanki zambirak bu val adiyat zabhan fal muriyat qadhan deganning o'zini tanki zambirak bilan urush aeroplanlari bilan, raketalar bilan o'zi her xil o'z urush qurollari bilan o'zi nim qilishga, tarjim qilishga hech qanday hojat yo'q. La shahid deganning o'zini tushungan vaqtda har bir inson yoki har bir millat o'zi yashayotgan vaqtning o'zida shu vaqtga loyiq narsalardan foydalanishniki to'g'ri ekanligining o'zini, ham zarur ekanligining o'zini bayon qilganligining o'zini tushunib olish nihoyat muhim degan gap. Yana bu ama oxirsizligini qilay. Yana Qur'oni Karimdagi sura Luqmonniki 34-oyatida Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul ghays va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun maza taksibu gada va ma tadri nafsun bi ayyi arzin tamut innalloha alimun xabir degan o'zi mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda qiyomat qachon bo'lganligi Allohning dargohidagi ish. Ya'ni Alloh biladi uning o'zini va yomg'irning qachon yog'adiganligini Alloh biladi va ayollarning qo'sig'ida paydo bo'lgan narsaniki qizmi, o'g'ilmi, nima bormi, yo'qmi, uning o'zini ham Alloh biladi deb Qur'oni Karimda shundaq o'zi bayon qiliqliq. Bu endi degan vaqtda bumi shu zamonga loyiq. Ya'ni shu zamonda insonlar, ya'ni ayollar qo'siqqa paydo bo'lgandan keyin u 1-2 oy o'tmagichilik uning o'zini bilolmaydigan, bir 2 oy o'tgan taqdirda tug'mog'ichilik u balaniki qizmi, o'g'ilmi uni bilolmaydigan shunday bir davri bo'lgan endi. O davrda ilm-fan bu hozirgi taraqqi qilmagandan keyin. Masalan, yomg'irning o'zini yomg'ir yog'amdi, yog'mamdi, buning o'zini insonlar o vaqtda hech qanday bilolmaydigan bir zamonlar bo'lganda hem onun özünü hazırlık zamanı tatbiqlab, hazırmı özü yağmurun yağışını hiç kim bilmeydi ve qo'saqdagi balaniki o'g'ilmi qizmi uni hech kim bilmaydi deganning o'zida bozorga serish hech qanday hojat yo'q degan gap. Bu javob shu zamondagi insonlarga berilgan javob. Endi hozircha degan vaqtda buni insonlar biladi. Biladi endi. Hozir o'z doktorxonaning o'zida
ananing qo'siqi paydo bo'lgan bola emas, dadasining vujudidagi urug'ni elib, ash urug'niki qizmi o'g'ilmi ashni arib, ananing qo'siqi salalaydigan bir zamonga to'g'ri kelyapti hozir vaqtida. Unda bo'lgandan keyin hozir u narsani yana bilmaydi. Deyishning o'zi butunlay xato. Anadagi masala yatavrash deymiz, bu o'zi nima deymiz, shu yomg'irning yig'ishi deymiz, shuning hammasi nima degan vaqtda 180% asosan 70-80% to'g'ri chiqadi. Yomg'irning havo rayida bergan o'z ma'lumotidami? Shuning o'zimi 70-80% bilganlikniki alomati. Yani texim bek o'z nima taraqqiyot shundaq o'zi oldi qarab mengiversa, bu yuqori qarab o'rlab balkim 80 dan 90, 95 hatta 100% ga yetishi mumkin. Demek bu yerda Alloh taolo nurg'un narsaning o'zini sen bilmaysan degan bo'lsa, u inson haqanch tirishsimi bilmaydigan narsa ekan, narsa o'xshaydi yoki deb tasavvur qilish bu butunlay xato. Buni nurg'un narsalar va shu zamonda bilmaysan degan gap, ammo uni inson bilish uchun tirishsa, uni bila oladiganligini bildirdi. Yani o'zi sura Er-Rahmonniki 33-oyatining o'zida Ya ma'sharal jinni vel insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati vel ardi fanfuzu la tanfuzun illa bi sultan degan shu oyatning o'zidimi Alloh taolo nima deydi desa, ey inson bel jinlar deydi, inson bel bularga sizlar haqqa chiqsanglar bu zamindan yana osmondan chiqib ketolmaysizlar. Osmondan deganning o'zi ham o zamonning o'zi nima degan vaqtda shu quyosh sistemasini asos qilgan. Yani 7 qat osmon deganning o'zi shu quyosh sistemasidagi 7 osmonning o'zini, 7 planetning o'zini asos qilgan bir narsa. Ya ko'maydi atmosfera 7 qat atmosfera qatlami hisob bo'lishi mumkin. Demakki bu shundan sen chiqib ketolmaysan degan gap. Ama hozirgi zamonda desa insonlar undan yuqoriga chiqib ketyapti-da. Bu yerda nimani Alloh taolo asos qilyapti? Prinsip nima ekan degan vaqtda la tanfuzun illa bi sultan deydi. Faqat undan kuchli chiqib olaysiz. O zamanda o yerga chiqib oladigan, ya'ni Oy shariga chiqa oladigan va boshqa Marsga bora oladigan bundaq o'zi bir kuch yo'qdi. U yerga bora olmaydi. Endi bu yerda Alloh taolo kuchli bora olaysiz, u kuch senda yo'q. Deb insonlarniki halqi o kuchni shu kuchni izlab tepishga, shu yerga chiqishga, harakat qilishga, to'salg'ulik qilishga hech qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda inson kuch tepib, hozirgi vaqt Mars chiqqan bo'lsa, biz hayot vaqti bo'lsin, yoki bo'lmaydi biz buni 50 yil, 100 yil keyin bo'lsin, insonlar balkim o'zi bu quyosh sistemasidan boshqa bir planetlarga, boshqa bir sistemaga chiqa oladigan bir holatni shakllantirishi mumkin. O vaqtda Alloh taoloning bu o'zi nemasiga, bu Qur'ondagi mush oyatga zid ish qildi insonlar deyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u yerda Alloh taolo qo'ygan prinsip nima? Kuch. Faqat shu baravda kuchni tayyorlay olsang, chiqib keta olaysan degan gap. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda yani shu yuqorqi oyatlarga asosan oyatlarda bu narsalarni deb o'tdik. Yani shu deyilgan so'zlar, yana oy to'g'riliq oyda masalan hozir sen shu vaqt belgilaydigan shunchalik narsani foydalana olaysan degan bo'lsa, u shu zamonga xos narsa. Uni davomli biz o'zi hozirgi zamonga so'rab kelib, bundan ortiq narsani foydalanmaydi. Qur'onda mushlar degan deyishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ot eshakni tayyorlang degan bo'lsa, faqat ot eshakni tayyorlashga bo'ladi-ki, qolgan narsani tayyorlik qilishga bo'lmaydi-ki, deyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki zamonimizga loyiq tayyorlik qilish lozim ekanligini bildirdi. Ya'ni mush nuqtada aytgan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi nurg'un narsalarniki o'zi turkda tarixsal deydi ekan, ya'ni shu zamonga xos, shu zamonga muvofiq kelgan narsalar bilan shu zamondagi insonlarga berilgan javob ekanligini va uning ichidagi prinsiplarni asos qilib turib, hozirgi zamonda qanday foydalansak to'g'ri bo'lganligini biz o'zi Qur'oni Karimda shu prinsipni asos qilsak, shuni bilib olganligimizni bilsak bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz masalan
payg'ambarlar yoki hadis to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami, masalan, Qur'oni Karimda butun payg'ambarlar, 25 payg'ambarlar to'g'riliq hadislar bor. Hadis deganning o'zi shu payg'ambarlarni qilgan ish harakati so'zlaridan iborat. Ya'ni so'z harakati deymiz. Shuning o'zi hadis. O hadisning o'zimi shu so'zmi, o payg'ambarlarning so'zi shu zamonga xos so'zlar. Ya'ni shu zamondagi jamiyatga va jamoatga berilgan so'zlar. Endi hozirgi zamonda shu so'zlarning o'zi kuchga ega, o payg'ambarlarniki shu so'zlariga ergishishimiz kerak. Dish, ya'ni xato degan gap. Uning uchun o payg'ambarlar hozirgi zamonda, masalan, payg'ambar alayhisalom misol qilaylik, Muhammad alayhisalomni hozir misol olsak, 1400 yil burun qilgan shu gaplarning o'zini qildimi deydi, masalan, qilgan gaplari bor, aniq 100% o'zi qilgan gaplari bor. U nerede Qur'oni Karimda? Payg'ambar alayhisalom degan so'zlar Qur'oni Karim yozilgan so'zlari bor. Shu so'zlarni payg'ambar alayhisalom shu vaqtda qilgan. Endi hozircha degan vaqtda, hozirgi zamonga agar zamonda bo'lsa, payg'ambar alayhisalom hozirgi zamonga loyiq gap qilgan bo'ladi deymiz. Masalan, siyaset sahasida gap qilgan vaqtida nurg'un odamni ko'rgan, ya'ni o'qigan diniy sohadagi odamni payg'ambar alayhisalom mana ajoyib bir siyosat qo'llanganki, Hudaybiya sulhida Makkaliklar bilan shundaq o'zi ajoyib ustun mahorat bilan shundaq siyosat qo'llangan. Deb o'tirib, hozirmi shu siyosat eng ilg'or o'rin turdi deydigan mandaq bir holatda gap qilgan insonlar bor. O siyosat faqat shu zamondagi ilg'or siyosat bo'lgan. Ammo hozirgi vaqtda degan vaqtda, hozirgi vaqtda payg'ambar alayhisalom bo'lsa, hozirgi zamondagi ahvol qarab, hozirgi ikki davlat o'rtasidagi munosabat va xalqarodagi o'zi siyosiy o'zi munosabatlarga qarab, payg'ambar alayhisalom hozirgi vaqtda eng o'zi yuqori seviye bilan siyosat qilgan bo'ladi. Ya'ni Hudaybiya sulhida tuzgan siyosatga o'xshashda shunday siyosatning o'zini asos qilgan bo'lmay, hozirgi zamondagi eng ilg'or siyosatni qo'llangan bo'ladi deb o'zi tushunish bu payg'ambarning o'zi ulgu qilganlik deb hisoblanadi. Masalan, biz payg'ambarlarni qanday o'zimizga ulgu qilamiz degan mavzuda shuni to'xtaldik. Payg'ambarlar shu vaqtdagi qilgan ish emas, shu vaqtdagi ilg'orligi, masalan, jamiyatda bo'lgan ilg'orligi, shu jamiyatda bo'lgan islohotchiligi, bu o'zi bizga ulgu qilingan narsa. Biz shu o'zi ulgulik ro'yidan o'rganib, payg'ambarlar qanday Qur'oni Karimga esildi va Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga jamiyatdagi masalalarni selish orqali shu o'zining jamiyatda bo'lgan masalalarni qanday to'g'ri hal qilgan bo'lsa, bizniki payg'ambarlarni ulgu qilishimiz degan vaqtda bizmi jamiyatimizdagi masalani payg'ambarlar sog'an shu prinsiplarga selish orqali eng to'g'ri shaklda hal qilsak, payg'ambarlarni o'zimizga to'g'ri ulgu qilamiz, Alloh taolaniki buyruqqa to'g'ri itoat qilgan bo'lamiz degan bo'ldi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, u siyosat bo'lsin, qonun bo'lsin, har narsa shu o'z zamonasiga xos narsalar, uni davomli o'z payg'ambar qilganligi uchunlar, uni qiyomat qoyim bo'lishlik shuning o'zini eng ilg'or narsa deb tushunilish bu butunlay xato. Agar payg'ambar uni o'zi bir og'iz narsalar tushunsak bo'ldi, payg'ambar agar hozirgi zamonda o'zi qanday qiladi deganning o'zini o'ylasak, o vaqtda biz masalani, ya'ni o'zimiz hozirgi yashayotgan jamiyatga qaytib kelgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz degan vaqtda eng to'g'ri o'zi shaklda siyosat va ilm fanga bo'lgan o'zi ilm fanni egallagan va siyosatni to'g'ri qilgan bunday o'zi odam bo'lamiz. Shuning uchun ilm fan sohasidami payg'ambar alayhisalom zamonasida insonlarga Qur'oni Karimni yodlanglar debdiki, uning uchun biz Qur'onni yodlab qilishimiz, bolalarga Qur'onni yodlatishimiz, mushning o'zini cho'ng ilm bo'lgan bo'ladi deyish, bu o'zi payg'ambarniki tan yo'liga, ilg'orlikqa bo'lgan bir haqorat. Qur'onni o'qishni o'rganish, bu Qur'oni Karimning ichidagi narsalarni yaxshi tushunishni bilish, bu payg'ambar tutgan yo'l va Qur'oni Karimdagi shu metodlar orqali jamiyatdagi masalalarni to'g'ri hal qilish, bu payg'ambar tutgan yo'l. Chunki Alloh taolo buyurgan yo'l shu. Ammo o'zi payg'ambarniki 1400 yil burun qilgan ishining o'zini hozirgacha so'rab, payg'ambar alayhisalom ani degan, payg'ambar alayhisalom ma'ni qilgan, falon sahoba ani qilgan, pustan sahab ma'ni qilgan deb uni din sohasida din qilib millatga tashviq qilish, bu butunlay ko'nlikni tashviq qilib bo'ladi. U hech bir zaman hozirgi zamondagi masalalarni hal qilolmaydi. Masalan, hozirgi diniy olimlarimiz eng oddiy bir masalaga javob berolmaydi. Eng oddiy bir masalaga javob berolmaydi misol.
Hazır Peygamber Aleyhisselam zamanında hazırlıkta mesela oturgan tuvaletler yok. Aş tuvalette olsa kandak oldu Peygamber Aleyhisselam zamanında yok dedi sizler. Aşna olayla öz tuvaletlerle bulup gitti. 20-30 özü molla. Aşna hödüsün çıkıp oldu. Demek bu kadar yani özü ilimde ağırlık yapkalı. Bu ne sebepten diye vakitte sen bir zamandan müdürlemisan demek ki sen şu zamana has adam olursa o zamanın hiçbir zaman özeni zamansız gelemezsin. Onun için biz Peygamber Aleyhisselam'ın nayet yaxşı görümüz, Peygamber Aleyhisselam tutkan yollarını mesela metot Allah Teala öğretken şu usul boyunca Peygamber Aleyhisselam iş kılan şu usulun özünü biz nayet yaxşı görümüz. Bu sahada Peygamberini özümüzü ülgü kılımız. Ama Peygamber Aleyhisselam hazırlık zamanında olsa 1400 yıl burun şu kılan iş hareketini aynen hazırlık vakti kılattı mı? Ya hazırlık zamanında layık iş kılattı mı? Diyenle biz düşelgen vaxtıdırlar. Bu biz özü eğer Peygamber kığının özünü hazırlık zamanında vaxtı kaldı gelmez. Eğer Peygamber hazırlık zamanında olsa çokum hazırlık zamanı layık ya hazırlık zamanı en ilgar işini kılan boladı dep düşelgen vaxtda biz ilgar adam buluşqa nim qilgan bo'lamiz, o'zi harakat qilgan bo'lamiz, nima e'tiqodimizni, ko'z qarashlarimizni hozirgi zamonga to'g'rilay olamiz. Shuning uchun zamonini tushunmagan, zamoniga loyiq odam bo'lmagan insonlar u zamonni yashayamaydi. Misol bizdagi nurg'un qarindoshlarimiz hozirgi zamonda hamma odam kostyum burolkini kiyib va hokazo bundoq yursa, Payg'ambar alayhissalom zamonidagi yashaymiz deb soqolni qo'yib turib, beshiq sallini o'rab, 18-20 yoshga kirgan bolalar hasini tayinib Jügen'in özüne biz közümüzü gördük Türkiye'de misal. Peygamber Aleyhisselam hazır zamanda bolsa Mercedes mingen bolattı, aeroplanım çıkan bolattı, poyozluğum çıkan bolattı. Hatta Peygamber Aleyhisselam yaşayan devlet dünyadaki en ilgar, en medeniyetli devlet boğan bolattı. Biz men moşundaq düşengen vaxtda biz özü Müslüman buluş tutumuz bilen Kur'an'a işiniş, peygamberlik işiniş işiniş ve Kur'an-ı Kerim'e işinişten ibaret mi? Şundak özü Allah'ın kitabını özümüzge asas kılan bir insanlar buluştuğumuz ile peygamberler öz zamanında kandak ilgar insanlar olgan bolsa biz peygamberlerge okşaş hazır zamanda en ilgar adam bola alırsak peygamberlerini özümüzge ülgü kılan bolumuz diyen gibi. Ve Allah Teala'nınki buyrukka doğru amel kılan bolumuz diyen gibi. Bu pekatla benim şu sahada ülgü kılış gibi oldu. Ama hiçbir zaman peygamber şu zamanda homi yaptı ki ben homi işim gerek. Peygamber tögümün etki ben tögümün işim gerek. Peygamber okuyak kılıç ve uruş kıttı ki ben okuyak kılıç ve uruş kılışım gerek. Dev oturup bundak özü işlerini kılış bu adam özü cemiyeti özündeki zamanında yaşayamayan ruhi ülük cismi hazır zamanda olsun mu ruhi hazır zamanda yaşayamayan ruhi ölgen bundak bir insanlar hesaplandı. Şunun için bu yerdeki mesele nayeti enik Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam zamanı kılınan nurgun işler var. Mesela Bedir uruşu deyimiz, Hunayn uruşu deyimiz, aşına koş Mekkin Fetih kılınışı deyimiz. Nurgun vakalikler var. Ama o yerdeki nesli mi diye vakitte o şu şehrini fetih kılıq, şu şehrini fetih kılan zaman khas nesli. Ama fetih kılıştan ibaret, küreş kılıştan ibaret prensip hiçbir zaman özgermeydi. Devamlı insanlar zaten o özünün devletlerini fetih kılış, özünün devletinin müstakilliğini koluk keltirişten ibaret bunu küreş kılış. Bu özü umumi bir prensip. Bu prensiple emel kılış her bir Müslümanlıki ortak vazifesi diyen gap. Şunun için bu yerdeki nerse neymi o? Degende bizning bilib oldigan narsamiz bir zamanga xos bo'lgan narsalar va uniki prinsiplarini to'g'ri bilish bu nihoyatda yaxshi bir narsa. Payg'ambar alayhissalom shu zamonda mandaq narsa tartibga turib, men jiq anglagan undaq narsaning o'zini shu nima turbida tartanmaydigan, turbida suv tushirib tartanmaydigan aşındaq özü Japonning özüne misal ayndaq nima qoldigan aşındaq insonlarni ko'rgan. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda her zamanda şu zamandaki yaxshi sharoitning afzal sharoitdan foydalanish bu o'zi payg'ambarniki o'zi Alloh taolo yo'l qo'ygan o'zi nimasiga prinsipiga amal qilganlik bo'ldi. Yani Alloh taoloning prinsiplarini to'g'ri amal qilganlik bo'ldi deb qarasak bo'ladi yani.
Xo'sh, Allah razı olsun. Rahmet. Hem de şu demekçi vagalları akide ve ibadet barısında o hem zamanda nima qildi? Onu aşı zamanға ayında itiqat etken mazmun unda itiqat qilmaymiz deydigan iş bo'lmaydi ibadetlerden içinde. Ama şu prensip cihetim Kur'an-ı Kerim'de biz şu prensipten paylanış usulünü öğrenip alsak her zaman biz Kur'an'ı her zamanımızga layık halatda hükümlerini çıkarıp texim yaxşı onun Allah'a ibadet kıla alayımız, Allah'a layık ibadetlerini yaxşı kıla alayımız demekçi o. he. Yani Qur'onda o'zgarmaydigan faqat 3 xil narsa bor. U nima degan vaqtida e'tiqod, yani iymon, ibodat va prinsip o'zgarmaydi. Bu narsani biz esimiz tutsak bo'ldi, ammo har qanday yerda shu bir prinsipga asoslanib turib, har narsa qo'yilgan prinsipga asoslanib turib, u masalamizni hal qilish, u Qur'oni Karimning prinsipiga bo'ysunganligi, uni to'g'ri o'zi ijro qilish, Alloh taoloning muttaqi degan kalimasiga, ya'ni xatolikdan saqlanishdan iborat bu kalimasiga amal qilganlik bo'ldi. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda bir ishni qil degan bo'lsa, u ishga ikki shartni qo'yganda, birinchi u ishni qilish, ikkinchisi u ishni xatosiz qilish, xatolikdan saqlanish. Bu ikki narsa prinsip qilingan har qanday ishni qilgan vaqtda. Masalan, bir odam namoz o'qisiz hisob emas, namoz o'qish bir Alloh taolo qo'ygan bir buyruq. İkinchisi degan vaqtda uni xatosiz o'qish, ya'ni to'g'ri o'qish, bu ikkinchi bir nima. Yani o Qur'oni Karimda her bir ibadet yoki her bir buyruq bo'lsa, aş buyruqning yanında taqvo kelimasi qo'yilgan. Her ishning o'zini, ya'ni bir jihad qilgan vaqtda jihadli qilsak o'zi savob bo'ldi degan o'zi kirib olsak xato bo'ldi. Jihad qilsak to'g'ri bo'ldi. Lekin jihadni shu xatolikdan saqlangan holatda qilsak, to'g'ri qilsak, to'g'ri qilish degan nima degan vaqtda düşmanga kuchimiz yetkidek holatda o'zimizni tayyorlash, ikkinchisi uni vaqtida qilish, uchinchisi uni o'rnida qilish, to'rtinchisi u o'zimizniki haqiqiy dushmaniga qarta qilish. Misolda, mana bundaq o'zi prinsiplar Qur'oni Karimda qo'yilgan bundaq prinsiplarga amal qilish bu nihoyat to'g'ri narsa. Ammo u yerda niyatli qilsak, jihad qilsak jannatga kiramiz degan bir narsani o'tirib qo'yib olsak, Qur'oni Karimda bunday narsa yo'q. Nägili vası özüge karşı çıkmagan insanlarga berip, o özü karşı turup, onu öldürüp, hokazo qilish, o cihat hisobga kirmaydi. Misal, bizning odamlarimiz Suriyaga berip, Arablarni öldürüp, hokazo cihat qildik deb yurdi-ku. Bu cihat emas bu. Özüge hech qanday o'zi bir dushman bo'lmagan bir millatni o'ldirish, bu Qur'oni Karimdagi agar ular sizga tajovuz qilsa, siz ularga tajovuz qilinglar degan bu o'zi tajovuz qilmagan odamga tajovuz qilmaslikdan iborat. Bu prinsipga xilof qilganlik bo'ldi. Bu o'zi hech bir zaman o'z nima emas, jihad qilganlik emas, ona oldida jinoyat o'tkazganlik hisoblanadi. Biz jihadni qayerda qilamiz? Kurashni qayerda qilamiz degan vaqtda bizga o'zi bizni besib olgan, bizga zulm qilgan, bizga tajovuz qilib kirgan dushmandan iborat, ya'ni Xitoy. Xitoydan iborat bu dushmanga qarshi kurash qilsak, uni shu vaqtida, o'rnida, ashunga loyiq holatda kurashni qilsak, u vaqtda biz Allohning oldida kurash qilgan bo'lmaymiz, jihad qilgan bo'lmaymiz. Uningga o'zi savob. Chunki u bizga tajovuz qilib kirdi, biz unga qarshi hujum qilishimiz u bizning gardimizga vazifa. Ammo bizga hech bir zaman dushman bo'lmagan. Bu insonlarga biz dushmanlik nazariyasini qarash, bu butunlay o'zi Qur'oni Karimga zid ish qilganlik. Masalan, shu 4-5 kun ichida so'zladi bir adashning o'zi bütün o'zi musulmon bo'lmagan insonlarga qarshi maydon o'qigandek shunday o'zi so'zlabdi endi. Bu shu balkim Suriyadagi insonlarniki tabliğçisi shunday narsa bo'lsa kerak deb o'yladim men. Ammo u yerda u so'zlagan odam o'ziga shunday bir dushman bo'lgan, o'ziniki millatini yoki o'zining vatanini besib olgan odam qarshi kurash qilyapti.
yoki bo'lmaydi o'ziniki hech qanday o'zini vatani millatini besib olishga munosabatli hech qanday bir yeri yo'q. O'z atoyatni aşağı kelib savob olma deb o'tirib aşağıda ishini qilyapti. Buni o'zini bilish kerak. Ya'ni har bir millatniki, har bir toplumniki o'ziga xos dushmani bo'ldi. Dushman hech bir zaman o'rtaq bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi birisi hech bir zaman dinni asos qilib turib dushman tutishga bo'lmaydi. Ya'ni bir odam musulmon bo'lgan bo'lsa, bir musulmon, masalan, arablar Falastinliklar hozir biz nima ular musulmon Falastinlikning o'zini yoki bo'lmay Suriyalikning o'zini bu musulmonga deb o'tirib, u musulmonga boshqa bir g'ayrimuslim bo'lgan insonlar hujum qilgan bo'lsa, musulmonlarga hujum qildi deb o'tirib, musulmonlikning o'zini o'ttirib qo'yib, diniy dushmanlikka olib turib, uning o'zini dushman oldida uning qarshi turish, u odam o'zi to'g'ri ish qilmagan, to'g'ri bir jihat qatorida jihat qilmaganlik hisobiga kiradi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz dushman to'g'ri tunish degan mavzudan bo'lsa keng doirada dedik. Prinsip Alloh taolaniki prinsipi nima degan vaqtda tajovuzchi bo'lish. Sana tajovuz qilgan bo'lish bu prinsip. Sana tajovuz qilgan bo'lsa, u sening dushmaning. U vaqtda sen uningga qaytarma zarba berish, uni vatningda qo'g'lab chiqarish u sening vazifang. Sana tajovuz qilmagan bir insonning o'zini din sababidan uning o'zini sen dushman tutish, bu butunlay o'zi Alloh taolaniki diniga, ya'ni Qur'oni Karimga nihoyat zid bir narsa degan gap. Bu sohada Alloh taolo Qur'oni Karimda degan oyatlar va misol nerede kaldı bu? Nima? Qatilu nima bu? Arg'uman ekan. Sura Anfal'niki الذين كفروا تهو يبرلا ما خلصني يعودوا فقد مزت سنة الأولين ما كوزينك هو مستاذ يخشي ما كوزينك نم يخطئ ما هو نكب قلدم ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير يا مش آيات من الدين qarşılık tüggen kadar sizle köreş kılanlar. Ve karşılık tüggen kadar ve dinin hemmesi Allah'a boğan kadar köreş kılanlar. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam şu vaxtdaki sahabalar qartıp, özü Müslümanlık qartıp deyatkan söz. Bu neymi degan vaqtda bir milletning arasida dini o'chmanlik nuqtasidan nima dushman tutib unga qarshi o'zi köreş qilish yoki urush qilish bu butunlay nima dinda cheklangan. Bu yerda ve yakuna dinu kulluhu lillah deganing o'zi nima degan vaqtda her bir toplum yoki her bir inson meniki dini e'tiqodim Alloh taolo va mening aramdagi ish deb o'tirib yana bir o'zi dindagi insonlarga dini nuqtadan o'z dushmanlik o'zalqi nemasi dushmanlik g'umi saqlamaydigan darajada bo'lgan qadar kurash qiladi dedi Alloh taolo. Bu yerda. Shuning uchun bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtidami shu Abu Sufyan boshchiligidagi Umayya qabilasi islomni qabul qilmagan. Onun bir qancha odam masalan Osmon roziyallohu anhu boshchiligida bir qancha odam islomni qabul qilgan bo'lsa, asosiy qismi islomni qabul qilmagan. Hatto Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan kunisi Abu Sufyonga sen Allohning birligini tunuydigan vaqtin kamidimi degan vaqtda Allah bir qancha degan bo'lsam uni o'ylashib baqatdim degan yerlar bor. Ertasi Payg'ambar alayhisalom sen meniki payg'ambar ekanligimga ishonadigan zamoning kamidimi degan vaqtda undan kichkina bir o'zi meni ishonigda bir yerim bo'lgan bo'lsa men ishonishni o'ylashib baqan bo'ladi deb men ishonmayman degan endi. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom nima uchun u kofirlarning o'zini ishonmagan insonlarni o'ltirmadi?
Bo'ldi, sen bizga qo'ygan vazifaning o'zini boj to'la desa, o bojning o'zini biz to'laymiz. Selixni biz to'laymiz, ammo biz o'zimizni dinni qilib qolamiz. Degandan keyin dinni qilib qolamiz, ham sizlarga diniy sohada biz urush qilmaymiz bundan keyin. Qarshi chiqmaymiz. Deb O'ning o'zini qilgandan keyin mana Qur'onning o'zida "Fa'innan tahu fa innalloha bima ya'malun basir" deganning o'zimi ular qarshi turishdan yansa, ya'ni diniy o'chmanlik nuqtasidan qarshi turishdan yansa, Alloh taolo uniki qilgan ishlarini o'zini bilib turdi. Ya'ni bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda diniy o'chmanlik bilan, ya'ni men musulmon, paloni buddistga yoki yahudga yoki nasoraga deb dini sababdan uni dushman tutish Qur'oni Karimda tamoman cheklangan bir ish degan gap. Çünkü nima uchun degan vaqtda din sinoval Allohning o'rtasidagi ish. Uning uchun esa u Alloh bilan arandagi ishning o'zini insonlar bilan aradagi ishga aylantirib olish uchun bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi bu nimaga prinsipga zid keladi degan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki diniy sohadagi insonlarimizmi Qur'onni yaxshi o'qish kerak, mana shunday ya'ni yaxshi o'zi tushunish kerak. Hech bir zaman dinni asos qilish orqali bir o'zining dinida bo'lmagan insonlarga qarshi turish, uni dushman tutish degan narsa bu aslo mavjud emas. Dushman degan kim o? Degan vaqtda Qur'oni Karim deylik, sana hujum qilgan, sana tajovuz qilgan insonlar bu o'zi sening dushmaning. Shunga o'zi nimalqi sizlarga nima qilgandek, sizlarga o'zi qarshi turgandek yoki sizlarga hujum qilgandek, sizlar ularga qarshi hujum qiling degan oyat bor. Fa'tadu alayhim bimisli ma tada alaykum degan oyat misol. Sizlarga qanday hujum qilgan bo'lsa, sizlar ularga qarshi ashla hujum qilinglar. Bu yer nima degan vaqtda hujum qilgan insonlar u sening dushmaning. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana deydi, "Wala udwana illa ala zalimin" degan oyatlar bor. Zolimlarga niki dushman hisoblanadiganligini. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda kimga zulm qilgan bo'lsa, u zolim, u mazlumning dushmani. Misol hozirgi vaqtda Xitoy hukumatı bizga zulm qilyapti. U vaqtda bizniki dushmanimiz kim degan vaqtda bizga zulm qilgan insonlar bizning dushmanimiz. Ya'ni Xitoy bizning dushmanimiz degan gap. Biz o vaqtda bizga hech qachon o'zi urush qilmagan, bizga zulm qilmagan insonlar qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mazhab bo'lishidan qat'iy nazar ularning o'zini biz dushman tutish, o o'zi Qur'oni Karimga zid keladi degan gap. Shunga bu diniy sohadagi insonlar siyosiy sohada gap qilgan vaqtda yoki bayonot e'lon qilgan vaqtda shu o'limalar birligi shunday bayonotni jiqib e'lon qilib keladi. E'lon qilgan vaqtda diniy nuqtadan qarab turib dushman hisoblab bundaq o'zi bayonot e'lon qilish bu Qur'oni Karimga tamoman zid, ya'ni. Shunga bu biz bu prinsipni hech bir zaman o'zgarmaydigan prinsipni yaxshi bilishimiz kerak. Ammo u yerda dushman o'zgarib turdi. Misol hozir bizni Xitoy besib oldi. Agar biz vatanimizni ozod qilib qilgandan keyin bir zaman o'tgan vaqt Pokiston besib olsa, bu musulmonga bizni besib olsa mayli deb qarab o'tirmaymiz. U bizga hujum qilib bizni besib oldimi? Bizga zulm qildimi? U bizning dushmanimiz bo'laverdi. Uning qarshi kurashni boshlaymiz degan gap. Hech bir zaman bir dindagi insonlar bo'lsa-mu, bir-birini besib olsa, bir-biriga hujum qilsa, u dushman bo'lmaydi degan bir qoida yo'q. Musulmon hujum qilsa, u dushman hisoblanadi. Dushman hisoblash u dindan chiqadi degan ma'no chiqmaydi yani. Ya'ni bir musulmon davlat, yana bir musulmon davlatga hujum qilgan bo'lsa, hujum qiluvchi davlat dindan chiqadi degan ma'no chiqmaydi. U yer faqat tajovuz yo'lida, o'zi hujum qilingan davlatniki dushmani bo'ladi, ya'ni. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda hech qanday bir o'zi din dushman bo'lmaslikqa yoki dushman bo'lishga sabab bo'lolmaydi. Ya'ni bu yer siyosatga hech bir zaman dinni aralashtirib bo'lmaydi. Qur'oni Karimdagi nemasi bo'yicha, hukm bo'yicha. Shuning uchun Qur'onda nima deydi degan vaqtda xulosa lakum dinukum valiyadin. Ya'ni hamma odam shunday bir tushuncha kelish kerakki, hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga degan tushuncha kelish kerak. Ya'ni shu tushuncha kelgan vaqtda yana bir odamning diniy e'tiqodi bilan o'zi hisoblashmaydigan, uning insonligi bilan hisoblashib, insonlik sohasida munosabat qiladigan do'st dushman bo'lsa-mu, insonlik nuqtasida do'st dushman bo'ladigan bundaq o'zi holatni bilish kerak yani. Bu
Bu yerda hech bir yana urqi hozir musulmon bo'lish emas, hattoki bir millat bo'lsin. Misal bir Arab millati, hammasi Arab millati bo'lsa-mu, bir Arab masalan Iroq o'z vaqtida Kuvaytga hujum qildi. Qilgan vaqtning o'zida Kuvayt o'zi uning qarshi etdi. Shuni o'zi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kelib o'zi Iroqning o'zini bosdi. Bu yer nima degan vaqtda, shu vaqtda o'zi umi Arab, bumi Arab, Arab davlati berib, Arab davlatini bosdi. Shu vaqt nima bo'ldi? Iroq hokimiyati Kuvaytniki o'z dushmani bo'ldi degan. Nima uchun degan vaqtda dushmanlikni ifodalaydigan narsani qildi. U nima? Tajovuzchilik. Ya'ni uning uchun hozir masalan Ukraina va Rossiya urushyapti. Ikkimiz bir millat deyapti misolda. U yerda millat emas, davlatda manfaat asos qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa degan vaqtda u davlatni vayron qilib o'zingizning moddiy, ma'naviy manfaatlarini o'zini buzg'unchilikqa uchratsa, u vaqtda o insonlar dushman bo'ladi. Dushman bo'lgandan keyin sana tajovuz qilgan kim bo'lishini qat'iy nazar, sening davlatga tajovuz qilgan insonlar qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar u tajovuzchi bo'ldi ekan, u sening dushmaning hisoblandi, uning qarta kurash qilish sening vazifang degan. İllaki o Müslüman buluş ya başka bir insan buluş o şart emas. Yani din u yerda hech qanday hisobga elinmaydi. Shuning uchun bu siyoset qilganda bo'lsin, din asos qilinmaydi. Bu siyoset sohasidan balkim shu tuzumlar sohasida to'xtalamiz inshaalloh. Oldimizda Qur'oni Karim qanday tuzumlarning qanday yerlarga to'g'ri keldi. Misol, hozir dunyoda demografik tuzum bor, kapitalist tuzum bor, misol sotsial tuzum bor. Onundaki o'zi laik tuzumlari bor. İslam degan bir tuzumi bor, atilishda bo'lsin mayli. Shunday tuzumlar bor. Shariat tuzumlari bor, misol, shunday tuzumlarniki qandig'ini qo'llaydi islom. Bu sohada to'xtalamiz inshaalloh. Ammo islomda hech bir zaman e'tiqod düşmanlıkka sebep olamaydı. Bu Kur'an'da koygan prensip. Yani lekum dinukum veliyedin degende prensip bu. Yani şunun için muş prensipke emel kılan asasda kim buluşunu qat'iy nazar, qaysi millet, qaysi din, qaysi mezhep buluşunu qat'iy nazar özümüz hücum qılmagan insanlarını biz düşman tutuş bu Kur'an-ı Kerim'deki bu prensipke xilaf qılıq hesaplandı. Allah Teala'nın tecavüzçi degen özü buyruğu toğrı nemiz prensipke toğrı kelgen bolamiz. Misal bizge çekilmagan bir insanlarga verip biz cihat qilgan kishi deb bu yerda o'zimizda hech bir aloqasi yo'q insonlarni o'tirish, ularning tuprog'ini egallab olish bu butunlay tajovuzchilik hisoblandi. Shuning uchun bu yerda biz Qur'oni Karimni asos qilgan vaqtimizda hozir biz Qur'onni so'zlasak nurg'un insonlar buni vaqt emasdi, ko'k deb qaqshavotgan insonlarmi bor. Qur'oni Karim o kadar universal bir kitobki, uniki prinsiplari o kadar yani dünyanın en ilgar o'rinda turdi misol. Masalani hal qilishda o kadar ilgar o'rin turdi yani. Her qanday bir masalani Qur'oni Karimdagi shu prinsipga to'g'ri sala olsa, masalani hozirgi zamondagi en ilgar holatda insonlarning kallasini shunday yaxshi o'tadigan shaklda hal qilib bera oladi yani. Uning uchun biz bu yerda Qur'ondan o'zi Qur'onni asos qilib bu har masala ustida to'xtalishimizda xalqimiz Qur'ondan o'rgansin dinning o'zini. Eğer Qur'ondan o'rgansa, o'zimizniki milliy manfaatimiz olsun, milliy davoyimiz olsun, boshqa to'g'ri o'zi qarashli bo'la oladiganligini biz bilganligimiz uchun shu o'zi Qur'on nazar programmamizning o'zida har narsaga Qur'onni asos qilib so'zlayapmiz. Shuning uchun bu yerda hozir qayta xulosa deb qo'yay. Qur'onda o'zgarmaydigan narsa faqat 3. Birinchi e'tiqod o'zgarmaydi. İkincisi ibadet o'zgarmaydi. Yani namaz, roza hiçbir zaman özgermeydi. Üçüncüsü degan vaqtda, üçüncüsü prensip özgermeydi. Ama prensipga qarta chiqarilgan qonunlar, siyosetler, jazolar her zaman şu zamandaki jamiyatdagi ahvol qarta o'zgarib turadi. Bunu o'zgartganlik o dinning prinsipini o'zgartganligi hisoblanmaydi. Yani şu vaqtdagi şu dinniki şu prinsipiga sep turib yani şu yerdeki insanlarga bo'lgan adaletni ve insanlarga bo'lgan manfaatni, devletning manfaatni
ehtiyojini asos qilib turib, bu narsaning o'zini o'ttirib qo'yish, bu narsani tuzash bu davlatniki ehtiyoji bo'ldi, xalqniki xalqni to'g'ri yetaklash va xalqning o'zini xalqdagi masalalarning o'zini to'g'ri hal qilishdagi eng oshqushliq masala bo'lib hisoblanadi misol. Shuning uchun mush narsani bilishimiz nihoyatda muhim. Maxsus prinsip sohasida to'xtalishimiz mumkin masalan bir kunlarda. Buni bilish nihoyatda muhim. Chunki har sohadagi prinsipini bilib olgandan keyin uningga chiqarilgan hukmni biz hech bir zaman o'zi nima qilmaymiz. Misol Qur'oni Karimda Az-zaniyatu vez-zani fajlidu kullu vahidin minhuma mi'ata jalda degan oyat bor. Shu zamonning o'zida Alloh taolo Qur'oni Karim tushirib, zina qilgan er ayolni 100 qamchi urish sohasida buyruq tushirdi. Bu degan vaqtda bu hozirgi vaqtda hech qanday bir davlat ijro qilmaydi Afg'onistondan boshqa. Biz hozirgi vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda hozirgi zamonda shu nima jinoyatchiniki o'tkazgan jinoyatiga loyiq jazo berish degan prinsipni asos qilgan holatda zinaxo'rga hozirgi zamonda shu 100 qamchiga to'g'ri keladigan bir jazoning o'zini tep chiqsak, turma jazosi bo'lamdi. yoki bo'lmaydi iqtisod jazo bo'lamdi. Bundaq bir jazoning o'zini ashuna muvofiq keladigan bir jazoni tep chiqsak, yana u zinaxo'rga to'g'ri jazo bergan bo'lamiz degan gap. Misol, o'g'irniki qo'lni kesgan tarjim qilingan oyatning o'zini faqta'u aydiyahuma deb, shu zamonda qo'lni kesdimi deyli. Kesgan bo'lsa, o'g'irning qo'lini kesgan bo'lsa, hozirgi zamoncha o'tgan vaqtda shu o'g'irning qo'lini kesing degan oyatniki, shu kesing degan buyrug'ini kesishdan iborat. Bu fe'lning o'zini amaldan qoldirib, hozirgi zamonda shuning loyiq bir jazoni tep chiqib, o'g'irniki shu qilgan, ya'ni o'g'ilgan moddiy narsaniki qimmatiga asosan uniki o'zi turma jazosimi yoki iqtisod jazomi har qanday bir jazoning o'zini berish orqali uning loyiq jazoni bersa, Qur'oni Karimdagi uniki qilgan ishiga loyiq jazo beringlar degan prinsipga amal qilgan bo'ldi degan gap. Misol. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda uni jazoni o'zgartirib o'tish, u hech qanday o'zi Qur'oni Karimga amal qilmaganlik yoki bo'lmaydi Qur'oni Karimga qarshi ish qilganlik bo'lib hisoblanmaydi. Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asosan zamoniga loyiq jazo bergan bo'ldi ya'ni. Mana aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi nurg'un narsalar bor. Qur'oni Karimda bayon qilingan shu zamoniga, shu makoniga, bugun zamoniga loyiq, zamoni xosmi degan bo'lg'achqa, shu zamonda bo'lgan ishlarning o'zini bir qurib nima oz bo'lsa-mu, biroq o'zi so'zlab o'tgan bo'ldik. Bu faqat Qur'oni Karimning ichidagi az bir qismi. Misol, buning hammasi so'zlash kelib qolsa, Qur'oni Karimdagi butun o'zi ahkam sohasidagi har xil siyosat, iqtisod va munosabat sohasidagi butun o'zi prinsiplarni o'tirib qo'yish orqali uning shu zamonda qanday o'zi yo'l tutgan, hozirgi zamonda qanday yo'l tutishimiz kerak, buning o'zini so'zlash to'g'ri keldi misol. Shuning uchun hamma so'zlab bo'lmaymiz, ammo bu Qur'onni nima qilayotgan, tadqiq qilayotgan, Qur'oni Karim tushansam bo'ldi deyotgan insonlar men mushu nuqtalarga diqqat qilish kerak. Yani prinsip diqqat qilish kerak. Prinsipni bilgandan keyin asosan oldi echilib ketadi, o inson har narsaga to'g'ri o'zi hukm bergan bo'ldi. Yani. Xo'sh. Allah razı olsun. Rahmet. Bir yerde bir dostumuz bir sual soğandı. Ben şunu bir soru eteyim. Hayatın aşı ayet doğrusu tefekkür kılışkan. Bunun ne depti dese Maide suresindeki 79. yani Ali İmran suresinin 79. ayetinde. Allah birer insanga kitapni, hikmetni, peygamberliklerini, nübüvvetni bergendin keyin o insanın kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunla deyişi mümkün emes. Lakin o insan sela kitabını ügetken ve ügengen iken sela pervardigarınlarına ihlasmen bulunla deydi depti. Bu şu ayetten bir düşündürmüşler yapılmayı.
Ali İmran 79. Ustoz yo'qolib ketdi-ku. Oh, sual ig'y kelmaganda. Endi shu bu yerda kitob nima, hikmatni degan gap bor. O'sha hikmat zodi nima? O'shani obdan bilish kerak-da. Ali İmran 79. 9. ayet. Çıktı mı? Paylaştım ekranga. Ahmetcan. Benim de to'sib ne? Screen share deb bakın. Bunu açtım. Sizden screen share kelmedi. Kim? Ustozninki nimasi uzilib ketib qolgan bo'lishi kerak. Toki. Batareyasi tuggan bo'lishi mumkin ishlatgan telefonning. Birodar bugungi nimani xulosa qilib tutlam taqayli bir qancha savol qo'yib qo'ydim, lekin so'rash fursati bo'lmay qolib qoldi. Mening diqqatimni chekkan bugungi darsda asosan muhim narsa zamonga aloqador, ya'ni zamondan hol qilgan uch narsa borligini dinda. Uni o'zi e'tiqod, ibodat va prinsip dedi ustoz. Bunga fikri bor qarindoshlar bo'lsa, raddiysi yoki tuzishi, to'liqlamasi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Chunki maqsadimiz kimlarningdir unvonini yoki saviya nimasini o'zi ko'tarish emas, haqiqat tepish bo'lganligi uchun haqiqatni kim o'tirib qo'ysa, haq ekanligini o'tirib qo'yib isbot qilsa, albatta uni qabul qilishga tayyor turibdik. Buning uchun ustoz o'zining izlanishlari orqali bizga yig'inchoqlab aytib bergan narsasi ko'ra e'tiqod, ibodat va prinsip Allohning dinida zamonlardan hal qilgan bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Takrorlaymiz. Mo'shunga raddiysi yoki to'lqinsi olgan qarindoshlar bo'lsa, tuzishi olgan qarindoshlar bo'lsa qarshi olamiz. Undan boshqa prinsipga aloqador diniy qarindoshlik, Xitoyninki nima? Musulmon davlatlarninki Xitoyni do'st tutishi qatorliqlar aloqador savollar yozildi mana bu YouTube'dagi inkas rayoniga. Yana munosabat savollar va qarindoshlar bo'lsa, inshaalloh uni qatorliq fursat so'rash. Ustoz kiribmi qoldi?
Allohga shukr. Assalomu alaykum. Kirdik. Sual Daskanni egil yıkkım tuğan to'xta. yo'qib ketmaganlar. Ya o sualinglar bugungi Ya, bu tema bilan bevosita munosabatli emas ekan, birodar. Ya munosabatlik. Hikmat Ler- to'g'riliq. Ha? Prinsip bilan kitap bilan hikmatni o'rgatdi dedimizmi? Bu Hı. hikmat shu Qur'oni Karimdan to'g'ri hukm chiqarish nimasi u? Ha. Prinsip aslini chiqaramiz. Shuni He. demoqchi. To'g'ri. Shuni tushuntirib qo'ysa ustoz. Bayatimiz Hem bu yerda ikki narsa bor bu oyatning o'zicha. Birinchisi nima degan vaqtda, birinchisi hech bir zaman payg'ambar ani qilibdika, payg'ambar mani qilibdika deb keyingi insonning hammasi davomli payg'ambarning qilgan ishiga o'zining qilgan ishini yoki jamiyat ishlarini tatbiqlash bu to'g'ri bo'lmaydi degan gap. U nima tatbiqlaydi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi prinsip tatbiqlaydi. İkincisi degan vaqt, ikkinchisi Qur'oni Karimdagi prinsipga o'zining jamiyatdagi masalalarni selish orqali to'g'ri hukm chiqarish. Bu payg'ambarlar ashunda to'g'ri hukm chiqarish orqali insonlarni to'g'ri yetaklab mangan. Agar biz payg'ambarlarga o'xshash ish qilamiz desak, payg'ambarimizni o'zimizga, payg'ambarlarni o'zimizga usva, ya'ni ulgu qilamiz desak, mana shu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga jamiyatimizda bo'lgan masalalarni to'g'ri selish orqali hukm chiqarsak, bu Qur'oni Karimdagi hikmat berilgan hikmatni to'g'ri ado qilgan bo'lamiz degan bo'ldi. Ya'ni demak bu yerda hech bir zaman o'zimizniki qayoshiga yoki boshqa insonlarniki qilib qo'ygan ish harakatlariga ergishish emas, Allohning kitobiga ergishish, kitobidagi prinsiplarga ergishish bu nihoyat muhim. Bizning insonlarimiz buni o'ziga hazm qila olmaydi. Nima degan vaqtda bu biz kichigimizni tortib, misol bu nimada bu Osiyo davlatlarida bir odamni o'ziga yetakchi qilib tutdi. Misol Turkiyani misolga olsak, hozir Mustafa Kemalni o'ziga bir nima tutdi. Misol davlatni bir shu vaqt mustaqillik erishtirgan bo'lsa-mu, davomli shu Mustafa Kemal degani to'g'ri deb ashunga mangadi. Xitoyni misolga olsak, hozir Kunzining o'zini, necha ming yil bo'lgan Kunzini o'ziga nima tutdi. Biz kichik vaqtda Leyping degan bir Xitoy voqea, ash Xitoydan o'rganish sohasida shunday narsalar bordi. Demak bu bizda ashunday narsa qon qonimizga singib ketgandan keyin bir odam yetilgan bo'lg'ashqa Qur'oni Karimdagi prinsipni oldimizga qo'yib turib, shu prinsip bo'yicha men oldimizga ovozim bormi? Baba. Bu bizga eg'ir keliklik. Shuning uchun bizniki davatqinimiz nima degan vaqtda biz oldimizga bir butni qo'yib olmasligimiz kerak. Mayli u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Molla olsun, qari olsun yoki payg'ambarlar olsun. O payg'ambarning o'zi Allohning payg'ambari, u bizga odam, Allohniki shu buyruqlarini o'zini ijro qilgan bir kishi degan sifatda biz tushunsak, u vaqtda biz to'g'ri tushungan bo'lamiz. Agar uning o'zini iloh darajasiga ko'tarib, andakin o'zi uningki diginni biz qilamiz desak, Allohning digini oyda qilib qilib, o payg'ambarning qilgan ish harakatlari, uning degan so'zlari dinga aylanadigan gap. Hatto uning degan so'zlari u qadar jiq emas. Ammo hozirgi vaqtda Said adab 9dan yo'g'on Ambarda kitobning o'zini yig'ib oldi. Tugmaydigan bir hikoya, hech qanday bir narsani hal qila olmaydi o kitob orqali. Misol, bir po'xiyadigan bir to'xining o'zini qanday qilamiz, mato'x halol maram po'xiyadi ekan u desa, ashning o'zini hal qila olmay yurgan mollani ko'rganmiz. Demak, bu qadar amdalqi birisi bo'ladi, birisi bo'lmaydi, birisi muboh bo'ladi, birisi makruh bo'ladi degan nurg'ilgan gaplar bo'lgandan keyin qosin deyishni bilmaydigan gap. Kesimlik öyle bir hükümünü tapamaydı o kitaplarda. Fiqhiydi mi şundaq? Nima qildi? 4 tal mazhabni yig'ib olgan, ba'zi yerga İmam Ebu Yusufni qo'shib 5 mazhabni yig'ib olgandan keyin o 5 mazhabning 5 xil degan gapini bir kitobga yig'ib olgandan keyin qanday bo'ladi bir hukm topildi. Masalan. Şuna o mollaning o'zi bir masalaga kesimlik öyle xonga kaskada kesimlik mandaq deyamaydi hech birisi. Lag'man so'zg'alik so'zib o'ltirdi ashada. Shuning uchun bu yerda devatqinimiz nima degan vaqtda bizga aniq hukm qilishni, hukm chiqarishni o'rgatadigan kitob nima? Qur'on. Qur'oni Karimdagi shu prinsipni bilsak, biz hamma narsaga shunday o'ng'ay hukm chiqara olamiz. Masalan.
Onundan keyin ikkinchi bir tarafi hozirgi zaman, hozirgi yashayotgan zamonimizga va yashayotgan makonimizga qaytib kela olamiz. Agar u rivoyat asos qilsak bo'lsa, jismimiz hozirgi zamonda yashaydi. Ruhimiz 1400 yil burungi zamonga qaytib ketgan gap. Shuni hozirgi zamonga moslasholmaydigan gap. Onundan keyin ayndaq o'ldigan yerga tezroq o'lib u dunyoga ketishni orzu qilib yurgan gap ekan. Shuning uchun bu yerki Qur'oni Karimdagi aloyidlik bu nima degan vaqtda her insonni o'zining zamonida yashatish, o'zining zamoniga loyiq odam qilish va o'zining zamonidagi masalani to'g'ri hal qilish. Mana mushu narsa ustida tarbiyalaydi Qur'on. Biz mushuni o'rgangan vaqtda o'zimizning vatan millatga bo'lgan, vatan millat davoyimizdagi bo'lgan nurg'un masalalarni hal qilib keta olamiz. Misol hozir eng oddiysi zakat masalasi kelgan vaqtda, voy zakat degan shu g'ayrat miskinga bersa bo'lmaydi, bu o'zi tashkilotga ishlasak bo'lmaydi deb, ashning o'zini nim qilib, shu Turkiyaga shu molla yeb tugitdi uning o'zini. O zakatning o'zini Allohning yo'lida degandan bu vatan uchun kurash qilish Allohning yo'li. Alloh ko'rsatgan yo'l. Buning uchun ishlatishning afzal ish bo'lamdi misolda. Mana mushunda kelgan chaqda o'zimizniki hatto da'vo ishlariga ziyon soladigan gap. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bunday prinsiplarni biz bilgan vaqtida hamma tarafdan bizning oldimiz echilib ketadi. O vaqtda o'zi da'vo ishlarining eng to'g'risini mang'alaymiz. Misol boy deganga o'xshash, musulmonga men musulmon bo'lgandan keyin ashni bir taraf turishim kerak demaymiz. Davlatning ishi sirtqa chiqqan vaqtda davlatning sirtiga manfaat asos qilindi. Davlatning ichida siyosat qilgan vaqtda adolat va barobarlik asos qilindi. Bu nima? Prinsip. Davlatning sirti tursa manfaat asos qilindi. Hech qachon u yerda e'tiqod asos qilinmaydi. Shuning uchun bizga bu yerda nima degan vaqtda mushu o'zi prinsip asosan biz qandaq bir millatdan, qandaq bir tashkilotdan, qandaq bir davlatdan vatanimiz va millatimizga foyda ola olsak, foyda yetkiza olsak, shuni qilsak, Qur'oni Karim belgilagan manfaatni asos qilishdan iborat bu prinsipga biz amal qilgan bo'lamiz. Masalan, bu ish payg'ambar alayhisalom zamonida bo'lmaganmi? Bo'lgan. Makkada bir qancha musulmon bo'lgan. Shu musulmonlar turuqlig'in Madinada Hudaybiya sulhini tuzgan vaqtda Makkadan bir musulmon qaytirib berganlik. Agar musulmonlardan birisi Makka qochib ketsa, uni qaytirib olmaydiganlik. Manda tengsizlik holatdiki bir o'zi ahdnomini tuzgan. Bu yer nima degan vaqtda o'zi ojiz bo'lgandan keyin musulmonlar kuchlanuvchi orliqda bir fursat yaratish o'ziga, vaqt qozonish. O agar o netman kafir kipligi o yerda Madina besib olsa, o yerda musulmonlar yo'q qilsa, ish tugaydi degan gap. Shuning uchun uning o'zini o islomni dunyoga kengaytirish uchun u yerda vaqt kerak, kuch tepish kerak, jiq odamning o'zini islomga da'vat qilish kerak. Uningdagi islomga kirmaganlarning o'zini o'ziga ittifoqdosh qilib, qo'shib olish kerak, ashtaq qilish orqali u kuchlanadigan gap. Shu orqali qanday ekan o dushmanga taqobil turadigan gap. Shunga payg'ambar alayhisalom u yerda nurg'un o'zi narsalarni ko'z tutib, ya'ni Madinadan iborat bu davlatniki manfaatni asos qilib turib, u yerda o'zi Makkadagi diniy sohada bir bo'lsin u yerdagi musulmonlarning manfaatini asos qilmagan asosda Madinadagi insonlarning manfaatini asos qilib turib, bu yerda kelishim tuzilgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli deputatimiz buning o'zini biz siyosiy sohaga kirgan vaqtda mollalar bunday sohani bilish kerak. Yani davlatning sirtida, vatanimizning sirtida biz boshqa bir millat bilan, boshqa davlat bilan yoki tashkilot bilan aloqa qilgan vaqtda faqat manfaatni asos qilamiz. Yani vatan millatga manfaat yetadigan bir ish bo'lsa, mana mushuni qilsak, vatan millatga bo'lgan da'voyimizga foyda yetkazgan bo'lamiz. Agar biz o dinni asos qilib turib, Xitoyniki dushman, yani bizning dushmanimiz bir saf turgan insonlar bilan bir saf tutsak degan vaqtda, biz o vaqtda Xitoy bir saf turgan bo'lamiz. Hozir misol voy Falastin deb Arab bir safda turayotgan odamlar bor. Bizniki shu mollalarning ichida, bizniki Uyg'urlarning ichida jiq odamlar bor. Bu insonlar cho'risi dinini o'qitib bu ishni qilyapti. Qur'on bunday narsani cheklaydi. Sen bu yerda bir savol vojib bo'ldi, balki yozib qo'ygandim. Men hozir fursatni yana takrorlab nima bilan fursat bo'lib qoldi.
Undaqda diniy qarindoshlik deganni qanday tushunamiz? Qarindoshlik deganning o'zida butun inson qarindosh bu yerda. Bu yerdagi ihva degan kelimaning o'zi birodar, do'st, birodarlar. Uning o'zini qarindosh qilib tarjima qilish hech qanday hojat yo'q. Yani O ayette ihvanın ma'nosi birodar shaklida olamda qarindosh emas. Birodar shaklda oldu. U O- hech qanday u qarindosh deb sizniki ihvon deganning o'zini sizni qarindishinglar deb tarjima qilish butunlay xato. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar alayhisalom nima degan nimani Makkada nima xutba qilgan vaqtida hammamiz bir inson degan, ha? Uning ichida iqvodi, qarsivodi misoli, hamma inson, hammamiz bir inson. U yerda o'zi mushriklar bo'lyapti, masalan, musulmon bo'lyapti. Masalan, shu Makkadan kelgan 10 ming odamning hammasi musulmonmidi? Musulmon emasdi. Chunki hozirgi nimada tadqiqotda 1000 dan 1500 gachilik haqiqiy islomni qabul qilgan insonlar 1000 dan 1500 gachilik ekanligi hozir aniqlangani bu. 10 ming odam Madinaga keldi degan nima degan vaqtda ittifoqning ichiga kirgan nurg'un islomni qabul qilmay, biz o'zimizni dinda qoldik, sen biz bosh topshiramiz, ma davlatningki chapsi ostida hammamiz birga yashaymiz, qarindoshlarcha biz birga yashaymiz deb o'zi davlatning chapsi ostiga kirgan odamlar. O payg'ambar alayhisalom o Makkaga kelgan vaqtda Makkalikni iymon etqizish uchun kelmadi, Makkani ishg'ol qilish uchun, fatih qilish uchun keldi. Qur'oni Karimda inna fatahna degan oyat bor-ku, fatih qilish uchun keldi. U yerda sen Makkalikni iymon etqizish uchun kerak degan Qur'oni Karimda bunday buyruq yo'q. Nima uchun degan vaqtda iymon etish har insonning o'zining ixtiyoridagi ish u. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Bu yerda Sura Hujuratning 49-oyatida bir yo'llabdi, bir qarindoshimiz yo'llabdi. Shubhisizki Alloh taolo bunday deydi, shubhisizki mo'minlar bir-biri bilan qarindoshdir. Undaqda ikki qarindoshinglarning orasini yaxshilab qo'yinglar, Allohdan qo'rqinglar, shunday qilsanglar rahmatga erishasizlar degan oyatni. Shu Ashadimiz qarindosh shaklida tushunib keldik-ku. Innamal mu'minun ikhwa degan bir jumla emasmi? Fa aslihu bayna akhawaykum degan ibora bor. Bu yerda bir millat bo'lgandan keyin hozir dunyoda qarindoshmi deydi. Lekin asosan bu narsa nima degan vaqtda butun insoniyat asli bir qarindosh. Bu yerda bu oyatda musulmonlar qarindosh deb yo'q. Musulmonlar qarindosh degan gap yo'q. Mu'minlar qarindosh deb bor. Mu'minlarning nimaligini Alloh deb turdi-ku boshqa oyatlarda. Şu yer mesela ayetın ahırlarda var, nurgun ibarlı var. Mesela aşağıda katli kelimesi var. Aş katlinin özüne karşı tarafını ötürün de tercüme kılan aynı tercümeden var. Bu yerdeki nesne mi olursa karşı taraf o düşmanlıkını koyuculik arlıkta ulağı ölen özüne nem kılanlar. Ulağı halkı ulan tenkitlanlar. Eyiplanlar hazırlık vakit yok. Bundak nesneler çıkıp da şu bu yer ihva degan kelimening o'zini qarindosh deb tarjima qilish o nimaniki ma'nosiga toza uyg'un kelmaydi. Ihva deganning o'zi do'st, birodar degan ma'noda keladi. Shunga bizningki Uyg'ur tilida qon qarindosh, din qarindosh deb mandaq qo'shimcha qo'shimizda. Undaqda biz hozir qadar o'rganib kelgan din qarindosh degan so'zningki asl to'g'ri atilishida undaq diniy qarindosh degan narsa yo'q. Dini qarindosh o insoniyat emas qarindosh zaten hem de birodarchilik vada misol qarindosh deganning o'zi bizning tilimizdagi gap-ku. Qarin degan nima? Qo'sdoqni ko'rsatish shundaqmi yoki? Shundaqmi? Qarin degan qo'sdoq, onaning qo'sdig'i. Bu yerda bir qo'sdoqdan chiqqan odamni qarindosh deydi. Bir qo'sdoqdan chiqmagan odamni qanday qarindosh bo'ldi yerda? Misol Şuna şaki şu din qarindosh degan ismni qo'ydi emasmi? Diniy sohada birodar, do'st misolda yoki yo'ldosh degandek bunday bir narsa. Bu yerda qarindosh degan so'z u tor doiradagi uqumu. Qarin degan gapni bilish kerak bu yerda. Qarin degani onaning qo'shig'i. Masalan, men sizlar bilan qarindosh emas, do'st, birodar, bir millat misoli. Nima qilamiz? Sizlar biz bir onadan tug'ilmadik-da.
Unda bo'lgan ekan biz o'zi qarindosh emas, bir millat yoki unda biz nima qilgan. Qon Qon bağı bilan qarindosh emas. degani o'zi Mayada. qanimizga o'xshamaydi odatda Evet. misol uchun. Nurg'un Evet. odamlar qanimizga o'xshamaydi. Mayada demek şoğuna şu imani qarindoshlar, mümin yani şu. Bu mo'minlikda halqa A- bir birodar bo'ladi-ku. Endi hozirgi masalan mana shu bir demokratik davlatning o'zida bu demokratiyani qo'llaydigan odamning hammasi yo'q desa, shu demokratiyadagi bir yo'lda mang'an inson degan gap. Halqa biz nima deydi? Yo'ldoshlarda bir yo'lda mang'an odam hammasi yo'ldosh bo'ladi-ku. Sepdaş, fikirdaş, Sepdaş, takdirdaş, şekil Fikirdosh degan mundaq narsa. Halqa biz hamma narsani tor Partidash. doirada tushunib lekin uni andaq qilamiz. Unda bir gap yo'q bu yerda. Qarindosh deganingizni Uyg'urcha qarindosh degan nima degan gap deb Uyg'ur izohlovga qarab baqsin nima deb tushuntirdi uni. Misol, bu nayt muhim narsa. Shunga halqa ikhva degan kelimaning o'zini hammamiz bir do'st misolda. Misol bir yerda yashagan insonlar hammamiz do'stona yashaydigan gap. Bugungi coğrafiyilik noktadan ilsak hammalar vatandaş şekilde kildikinde. Hamma bir vatanning odamlari yoki hamma bir xalq, ya'ni bir vatanda yashaydigan insonlarimizni ma Angliyada nation deydi ekan-ku. Nation deganning o'zi bir vatanda yashaydigan bir nima xalq degan gap endi. Mana vaqtida. Masalan, Sharq Turkistonning o'zida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek hammasi yashaydi. Aş yaşayan xalqning hammasini nima deymiz degan vaqtda Uyg'urlar emas, ashning hammasi ash vatanning o'zida bir xalq, ya'ni Sharq Turkiston xalqi deb atiladigan gap. Xuddi shunga o'xshash bir gap bu. Mana şu bu ayetning nima qilishimdagi sabab bir ustozning darsini olgandim men şu. Bir şeyde biz barliq musulmonlar qarindoshdir deb yurimiz-ku. Aslında iş emas. O yerda musulmonlar qarindosh degan gap yo'q. Masalan, musulmon bo'ldim, taslim bo'ldim deb Makka fath qilingan chog'da musulmon bo'lganlar bor-ku. Sizlar mu'min bo'lmadinglar, sizlar taslim bo'ldinglar degan oyatim bor-ku yerda. Ondan boshqa taslim bo'lganlarning hammasi qarindosh emas. Faqat oyati degani bo'yicha mu'min yani. Bir xalq bo'ldi vaqtida. Bir nation. Allohninki şu mümin degan sifatiga ega bo'lganlar demekçi. Ya şu adı mu'min bo'lgandan o'zimi halqi o nima emas, halqi qarindosh bo'lmaydi, bir o'zi e'tiqoddagi bir dindosh bo'ladi misolda. Dindosh, ya. Bir dindosh bo'ldi. U yerda qarindosh deganni nihoyat o'zi halqi kichik narsa. Nima sifat? Halqi istatistika vositalarini qo'llanadiganmi? Kur'an-ı Kerim'den nurgu yerler. Arab tili grammatikasi bo'yicha yoki arab tili lug'ati bo'yicha aytgan chog'da ahi degan so'z qarindosh shaklida kelmamdi. Birodar deydi-da, ya ahi deganimiz ya birodar degan gap. Nimani deydi masalan bir qo'saq aka ina ashsan bo'lsa masalan uni nima deydi? Uni shu dostlar ashning o'zini. Uni uxti ahi deydi, ashni ahi aka uka deydi. Lekin uniki ishiltilish nimasi bir qo'saq kelgan vaqtda u ayrim narsa bo'ldi. Ammo butun insonning o'zini bir qo'saqdan deb unda qarindosh sifatida unda tarjima qilish xato. Masalan, nimada? Nimada? Miros babida. Miros babida shu maxsus ta'riflandi. Misalda uxti ahi degan kelimalar ta'riflandi. Bunda kelgan chog'da qilingan tarjima nima degan vaqtda uni bir qo'saq qarindosh qatori tarjima qiladigan gap, ammo uni masalan boshqa bir odam bo'lgan vaqtda uni qarindosh deb tarjima qilish masalan baysilda o'qigan oyat bor-ku, innamal mu'minun ikhva degan oyat bor-ku. Uni qarindosh deb tarjima qilish u xato. U dindosh. Yo'q, biz mush Qur'on manbalik din tushunchasidan manganda boshdan bizga taqalgan narsaning birisi shu Qur'onning aslida bevosita to'g'ri tarjimasi o'ttirdi bo'lmaganlik sababidan burmalangan yoki ta'sirga uchqab ketgan tafsirlarning ta'siri bilan o'ttirga chiqqan tarjimalardan biz to'g'ri manba ololmayotganligimizni deyishgan tuqqo, ya'ni shuni tushunishgan tuq. Bugungi o'ttirib qo'ygan narsalarning bak muhim bir gapga bu
Əməliyyatda mana bizim özümüzün zağır dili bo'yicha aytgan vaqtimizda qarindosh kaliməsini bizning qondosh, ya'ni bir qo'saq afka shaklda keladigan, ya'ni mirosxo'rlar babiga kiradigan deydi. Mirosxo'r bo'la oladiganlar qarindosh bo'la oladi ekanmiz. Albatta. Qolganlar qarindosh emas, yoki to'plumdosh, yoki saboqdosh, yoki do'st adash, birodar, yoki vatandosh, millatdosh shaklda keldi ekan Allohdan. Unda bo'lgan gap. Şoňalky O aşu bir kelimeni şu Arapnyk izahly lugatyga salsa, ihve degen kelimeni salsa, aşu nurgun manysy barço. Misal, tamam. şu wagtda Niyede aşda özü bu ayet toğrunum kılnan. Şu Kur'an'ın özde misal innemel mu'minun ihve degen kelimeni cümlenin özüne bütün Müslümanlar qarindosh dep tercim kılıç arkalık bunun özü faydalangan, siyasi sahada faydalangan bundaq insanlar var. Mesela Araplar öz vaqtida Kongo poq gepleşken vaqtida, başka özü düşmeni küt yetmey qap qalgan vaqtida hemimiz biz qarindosh degan narsaning özünü o'tirib chiqish orqali boshqa musulmonlarni asabga tortib akilib, anda foydalanish uchun qilgan narsalar. Bo'lmasa, Aşının özünde insan bunda turib degan to'xtab turar. Ma'nolar men qarindosh degan o'zi bir qarinda degan bir qo'saq chiqqan insonni ko'rsatdi. U vaqt men buni qanday qarindosh olmay? Biz normal axloq odam hamiz biladi buning o'zini. Shuning uchun bu yergi narsa nima desa, sabdosh, masalan, alqama turkildagi arkadaş degan nurg'ulgan gaplar bor-ku. Ashunga o'xshash, uniki o'rnini joyida ishlatish kerak. İhva degan bir kelim bo'lsa-mu, garchi o kelimeniki aşında nurgun ma'nosi var-da. O her narsa o'rniga kelgan vaqtda shu soha bo'yicha boshqa bir ma'no chiqadigan gap bu. Bu ayetning oq qismi deganga boshqa narsa emas. Ondaqda ikki qarindoshinglarning o'ttirisini yarashtirib qo'yinglar degan. Yaxshilab qo'yinglar, Allohdan qo'rqinglar. Shunda qilsang rahmatga erishalaysiz deydi. Hozir endi qarindosh deganlar nima qiladi desa musulmonlar birbirini öldürüyordu mesela şu. Elbette. Allah şunu öldürdü aşılanmış. Bu ayetinin nimesiga tam karşı çıkmadı değil mi? Şunu İhva dep koydu, qarindosh dep koydu. Evet. Arapça bildiğin birodarlarimizdan birisi bir qo'saq akufkaga yoki bir qo'saq qarindoshlarga ishlatadigan kelime ihvatu ishqa u shaklda keldi ekan, ya'ni shaqiq shaklda. O hazır devadı da onun özünde. Kur'an'ın özünde mesela mirasın babında ihve kelidi. İşte keldi. İhve kelidi o şeyde. Mirasın babında. Kız qarindoshlarla o'g'il qarindoshlarla deb ashar bab bor. Qarindoshlarning qarindoshi shaklda. O'g'li. Ashning hammasi ihve uxti deganning o'zini ishlatdi. Bu nima degan vaqtda u yer qarindoshlik ishlatdi. Endi ikki jamoat Aşağılıkı Hazreti bilen Evs kabilesi birisiga Peygamber Aleyhisselam zamanında çapan selişkan vaqtida şu arasını ıslah qilish sohasida yarashtirib qo'ydi. Şunun o'zigimi ihva ishlatilgan. Uni degan vaqtda bu yer endi ishildi. Ya'ni bu yer ihva nima desa, u vaqtda uning o'zi qarindosh emas. U o'zi bir dindosh insonlar bo'lar. Misol biz zaten baştan ayak ana tilimizde mi şundak ekanmiz, dinimizde mi, siyasetimizde mi şundak, zaten hukumlarda bir qalaymiqanchilik bor ekan bizning-chu. Hozir sizlarning o'tirib qo'ygan shu diniy qarindoshlik masalasidagi izohatlarda ahi kalimasininki izohat lug'atini aqtagan vaqtida nurg'un ma'no chiqadiganligini, uning bizga xos bo'lgan, qon qarindosh xos bo'lgan tarafida ashi mazmun keladigan vatandaşlığımız mümkün olan tarafta, o taraf keldiğin manda köp manalık kelime ekan bu. Lekin meyadiki undaqda diniy qarindoshlik emas bu, ya'ni dinda qarindoshlik bo'lmaydi ekan undaqda. Birodarchilik. To'g'ri. Mana shaklda kelgan yani. To'g'ri. Bu bir yeşil, herhalde mening hozircha dastlabki bir ham talash bo'ldi menda. Yani izninimiz inşallah. Vaqt e'tibori bilan mana bu yani bir ikki savol nima qilib qo'ygandim, sizlar o'tirib qo'ygan mazmunga asosan. Oraliqda sizlar tashqi siyosatda manfaatni asos qilganligini deb o'tib ketdilar, masalan. Undaqda
Müslüman devletlerinin Xitoyni do'st tutishi diniy nuqtadan xato emaskan degan bir tuyg'u bo'ldi. To'g'ri tushundimi yoki xatomi? To'g'ri. O misal Arablar kim hujum qilyapti hozir? Isroil shundaqmi? Ha. Isroil mesela Falastinga o Arabning hammasiga emas o yerdagi narsa. Ya'ni o yerdagi doirani cho'ngaytirib, uni diniy narsaga aylantirib, buningdagi Arablar nima Yahudilar musulmonlarga hujum qildi deb Yahudi dinidagilar bilan musulmon ya'ni butun musulmonlarni butun Yahudilar qarshi qo'yish uchun andaq kelimalarni ishlatyapti-da hozirgi vaqtda bir qism insonlar. Bu to'g'ri narsa emas. Bu narsa nima? İsrail'den ibaret bir millet o. O Yahudilarning bir qismi. Yani başka milletning ichida Yahudi diniga e'tiqod qilganlar bor odatda. Bu din deganda bir milletga xos narsa emas. Hamda şu İsrail milletidan ibaret bu millet u yerda Hamas degan bir tashkilot bilan urushyapti. Arabning hammasi emas, uni ustiga Falastinni o'tiryapti. Falastinliklarning hammasi emas u yerda. Hatto Mahmud Abbas shu nim bilan shu İsrail bilan ishbirlik qilgan nima uchun degan vaqtda Batı shariatida turkcha bizda g'arbiy shariatda hamdiqmi? Aşının özü mesela şu Gazze'nin özdeki insanlar o nima Mahmud Abbas boysunmaydigan gap. Boysunduruş uchun düşmanga bir sep turgan gap o. Hattoki. Demek bunchilik o'zi murakkab. Yani bu bir masala, ikkinchi bir masala nima degan vaqtda bu O'tir Sharqning masalasini maxsus bir mavzu qilib so'zlash kerak aslida. Bu Xitoyning do'sti kim o degan vaqtda O'tir Sharqda İran. İran o'zi Xitoy bilan bu neminiki qo'li, o Urusniki. Bu İranning qo'li orqali İranni tutish orqali İranniki qo'li orqali bu yerda Husiylar degan bir tashkilot bor. Uningki Hamas bu Arabniki tashkilot ayrim. Aniki bu yerda Hizbullah degan bir tashkilot bor. Bu tashkilotlar hammasiniki asosan o 5'i Şia. Bu Şialar aşağıdaki Şiaların özünü tepip aşağıda nima qilib bu O'tir Sharqning o'zini tamamen kontrol qilish vaqtida Urusda Xitoy uni qo'llayapti-da. Bu İsrailgami shu nima Hamas qarshi turyapti. Hamasni kim qo'llayapti desa, shu Xitoy bilan nima Urus qo'llaydi, İran qo'llaydi buning o'zini. Demak, bu Xitoyniki maqsadi nima degan vaqtda bu tarafdan Ukrayna mesela Urusga yordam berish orqali G'arbning kuchini nimada Ukrayna to'sib qilish, bu O'tir Sharqda G'arbning kuchining o'zini o'sha Ironni ishga solish orqali shu yerda o'zi nima Hamas deymiz, Hizbullah deymiz, misol shu Husiylar deymiz, shunday tashkilotlar orqali bu nimaniki G'arbning kuchini shu yerda to'sib qilish orqali o'zi saqlanib qilish. Buning uchun harakat qilayotgan bir insonlar. Siz degandek O'tir Sharq masalasini ayrim tutildi chunki yechilmaydi. Hozir bu muhim nuqtadan birisi atlab o'tib ketsa ko'milib qolishi. Chunki bizning hozirda qallamizda Magam og'riq qo'tay. Hamda Xitoyniki qo'li olgan insonlarni qo'llayotgan insonni bizni qo'llashimiz yo'q. U vaqt nima bo'ldi? Shu yakimiz mana shu düşmanız öyle bir septe olduk diyen gap. Düşman bir septe olduk diyen gapning o'zi, yani Xitoyni yoki bilib turib Xitoyni kontrolga kirdik, yoki bilmay turib Xitoyni kontrolga kirdik degan gap. Mishada yana taxambakalik rangni silishtirsak tum qora degandek bir yerga keldik-da, nuqtaning. Yani bu hayatınki sualda Müslüman devletlerinin hazırki Xitoyni do'st tutishi o'zining manfaat taqozosi bilan diniy nuqtadan xato emas degan narsa aniq bo'ldi. Undaqda tal buning ta'siri bo'yicha shu musulmonni do'st tutamiz, kofirdan yordam olmaymiz shakldagi nimalarimiz, inkoslarimiz, bu talviliklarimiz diniy nuqtadan bu din emaskan bu. Elbette. Man muşinda tushunsak bo'ldi ekan. Ya'ni ular Allah haqida gap bo'lgan chog'da, ya ular musulmon islom vakili qilolmaydi degan shaklda javob berdi. Mana bizniki
konikalla birodarlar. Aslında unda emasken, bunun fikri İslam'a vakil kılmayken hazır. u yerda Ağını istiqlol kılarken İslam'a doğru iken aynen. Arab devletlerinin devlet menfaati için Xitoy olamda kim bo'lsa olsun menfaat nerede olsun onun hemkarlışı, onun dini noktadan onun doğru iken, bizning dini noktadan özümüz hata ekan. Hata unib topman. Yani takım içildim yani. Albatta. Bu meseleni Chunki bir takım işlem bo'ldi endi. Xitoy bilan arablar bir suqishib qolgan yeri yo'q, misol. Onun üstüge Arap tuproqlari Xitoy besib kirgan yer yo'q. Unda bo'lgandan keyin Xitoy Arabniki dushman emas. Ular bilan o'zi munosabat o'tkazish u normal bir ahvol. Biz hamda musulmon bo'lish yoki inson bo'lish sifatimiz bilan Arablar mana Xitoyniki o'z bizni shu qatlam qilayotganligini ko'rib turib, ani o'zi ko'z yumbotidi deb biz uni qaqshaymiz. Agar biz davlatimizni qurib qilgan vaqtda degan vaqtda bizga biz hujum qilgan vaqtda hujum qilgan bo'lsa, bizga hujum qilmagan har qanday inson bilan u qaysi din, qaysi mazhab bo'lishiga qat'iy nazar, qaysi rangda bo'lishiga qat'iy nazar, undan foydalanish bizniki o'z ustimizdagi ish degan gap. Undan foydalansak, u Qur'oni Karimga to'g'ri amal qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi. Chunki nima chiqadigan vaqt tashqi siyosatda har qanday davlatda payg'ambarlar shunday qilgan, davlat manfaatini asos qilgan. Bu o'zi nima u? Prinsip bu. Unda bo'lgandan keyin davlatning manfaati uchun u har qanday din, har qanday mazhab bo'lishini qat'iy nazar, undan foydalanish u Qur'oni Karimga to'g'ri keldi degan gap. Bizchi degan vaqtda biz o'zimizning manfaati uchun, o'zimizning vatan, millatimizning manfaati uchun u yerda biz misol dinni bahona qilib o'zimizniki dushmani va do'st bo'lgan insonlar bir saf turish u xato bir siyosat degan gap. Hatto siyosatni bilmaganlik, hattoki dinni bilmaganlik mana shu vaqtda. Bilmayotganmiz. Dinni zaten başdan xato o'rganib tuqqan. Jibijdan chiqyapti mana hozir. Xo'sh, men vaqt munosabati bilan Tahimbek uzoq ketib qoladi, yana do'stlarning vaqtini nim qilmaydi. Oxirgi bir savolim, prinsip bugungi darsda muhim bilingan narsadan bir mazmun shu bo'ldiki, zamondan olqigan dinda 3 narsa bor dedik. E'tiqod, ibodat, prinsip dedik. Ibodat, e'tiqod qismini bakchiq yechmadik, chunki ilgirki qismlarda jiq yeshilib ketdi, yeshilgan yerlarda ba'zanlar peshiga desab hozir qadar sing'ib bo'lmayotdi. Men prinsip masalasida boshdan oyoq ta'kidlayotgan narsa zaten Qur'on manbalik din tushunchasi bo'yicha bir-biriga zidlik bo'lmagan shaklda yo'ritilib kelyotdi. Bugungi o'tirib qolgan mazmunda sizlar muhim bir narsani o'tirib qo'ydiki, hatto Qur'ondagi aniq oyat bilan 100 o'rinlar yo 80 qamchi o'rinlar shakldagi oyatlar kelgan bo'lsa-mu, uni shu shaklda ijro qilmay, belki şunun veznida icra qilib, natijani qo'lga keltirish mana bu prinsip shaklda o'tirib qo'yilamiz. Men shuni tushundim hozir. Albatta. Nima uchun degan vaqtda sizlar u 100 qamchi urimiz deb hozir deganlar bilan u hech qanday bir zamonda ijro qilinmaydi u narsa. Demak, u hukm nima bo'ldi? O'lik hukm bo'ldi. O'lik hukm bo'ldi degan gap. Onun uchun uni kirildirish, uni ijro qilish uchun nima qilish kerak degan vaqtda hozirgi zamon ko'tara oladigan shuniki eg'irligidagi darajada bir o'zidan narsaning o'zini bir jazoni bersak, shuni to'g'ri keldi degan gap. Ya'ni shu jazoning o'zini biz to'g'ri ijro qilgan bo'ldik degan gap. Shu Qur'onning o'zida hukm oyati qarta Sur Ar-Rahmonda deyman. Mizon degan oyat bor-ku. Bil qist val mizonmi shunday oyat bor. Bu mizon degan nima degan vaqtda aslida Qur'ondami bir er-xotinning o'zi kelishmay qolsa ikki tarafdan haq so'zlaydigan ikki odamni akilib, ashning o'zini kelishtirib qo'ying deydi emasmi? Oyat va ashni qarta. Bu nima degan bo'ldi desa, ikkisi ayniq-mayniq tortib yurib shu yerda bir nima qilib gapni joyiga tushirib yurib, ularni aplashtirib qo'yish ehtimoli bor degan gap. Bu yer hozirgi vaqtda degan vaqtda bir odam jinoyat o'tkazgan bo'lsa, u mizon deganni bu odatga mundaq jing emas. Sotda baqı, undaq sizib qo'ydiku bir ikki tarafda tanzisi bor. Bu mizon. Tarozi deymiz. Mizon bu. Bu nima degan vaqtda ikki tarafda ikki odam turdi. Hozirgi vaqtda oqlig'uchi, qarlig'uchi degan narsa bo'ldi-ku. O ba'zan o'ylaydi, o oqlig'uchi oqlabligi uning o'zining jinoyatini yo'q qilib, lekin shu nimadan chiqarib sotdan eptik keta olgandek ayndaqni qildi. U odamni
en to'g'ri bir o'zi hukmni en to'g'ri berish uchun ikki tarafdan shuni bir qozon bor bizda. Qozonniki to'rt qulug'ini to'rt odamni tuttirib, ayniqcha yurib, mayniqcha yurib, aya egizki qas joyini qirib yurib, binas qilib yurib, burungi vaqtda o'choq qashlaq tushirgan ishlar-ku. Ha. Xuddi shunga o'xshash, hozirgi vaqtda shu aqlg'uchi qarg'uvchining o'zi shu jazoni o'zini eng muvofiq o'rniga tushirish uchun harakat qilgan insonlar. Şoňa Qur'an-ı Kerim nima deydi desa, aşağıda mizan kelimesini işletdi. Mizan degenin özü iki taraf. Yani ya özü bir tarafı besip ketmesligi yoki yana bir tarafı yoki özü sot onunğa töven jaza berip koymaslık lazım. Yoki olmaydı o cinayetçi ağır jaza ep ketmesligi lazım. Cinayetdeki muvaffaq holat jaza erişi lazım. Onun için her taraftan onunki qilmishini atrofli surishti qilish orqali uni eng muvofiq o'ringa tushirish. Buning o'zini bayon qildi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda, misol o'z vaqtida ba'zan bir o'zi iqtisodiy jinoyat o'tkazgan odamning o'zini o'lim jazosi bergan qoidalar bo'lgan. O'sha Yevropadan bo'lgan u narsa. Tarixida bor u. Masalan, $100,000, $200,000 o vaqt jiq pullar u. Ayndaq nima qilsa shu vaqtda shu pulniki qiymati bo'yicha u odamni o'lim jazosi bergan bundaq holat bo'lgan. Keyingi vaqt o'tsa uning o'lim jazosi bermaydigan bo'ldi-da. Bu nima degan o'lim jazosiga muvofiq keladigan turm jazosi berdi. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, qonun davomli shu vaqtdagi shu zamondagi sharoit qarta, ahvol qarta o'zgartib turildi, ammo o'tkazgan jinoyatga muvofiq holatda jazo berish kerak degan prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi degan. Mesela zina qilgan ikki ayol zina qilgan bo'lsa, vallati yatina minkum fahishata degan fahish qilgan bo'lsa ikki ayol. Fahish qilgan bo'lsa, buning o'zi o ayolning o'zini o'yga solab qo'ying degan ibora bor edi. Hozirgi vaqtda o'yga solab qo'ya qo'yiladi. Solab qo'yish asla mumkin emas. Faqat u yerdagi narsa nima desa, ashunday o'yga solab qo'yinglar va oxirsidagi Vellezani degan iboraning oxirisida faazuhuma degan ibora var. Faazuhuma degan eyiplang degan gap. Hozirgi zamonda faqat shu o'zi o'xshash jinsliklar fahish o'tkazgan bo'lsa, er bilan ayol bilan fahish o'tkazgan bo'lsa, buni hozirgi vaqtda qila oladigan ishimiz nima desa, faazuhuma uni eyiplashni qila olamiz degan gap. Boshqa hech qanday ish qila olmaymiz unga. Ama yani başka yani şaflap gidip kalımız takımı muhim. Çünkü koluğa şuna taşını tutkazış lazım ki bizim milletke. Ondaqtan ben şunu xulasıldım. Şunda düşündüm dehqonchilar kallam bilen. Yani prinsiplar neticini hazır kılıngan narsa deb düşünürsüz bulamdı. Elbette. Ondaqta bayatın Abdülaziz birader yollagan Sure Hucurat'taki 40. ayette 49. ayette şu ayette bana Kur'an ve hikmet verildi. Şekildeki şey hikmet ma birader başka dersten anladım degende şu hikmetmiş prensipni gösterdi dedi. Sizler bir Yok o Hucurat 49. ayet o müminler kırımdaştır diyen ayet. Ondan sonra başka ayet mi? Ali İmran Suresi'nin 79. ayeti. Hikmet doğruluk. Aşağıdaki bizgelik bu hikmet ne? Hadis degen şu da bizge anda yüzde de cillardan beri. Bak birader deydi o. Aşağıdaki aşu hikmet muşu prensip noktasını gösterdi o deydi o. Ben şurada düşündüm. Ya prensip asasını tutup hüküm çıkarış diyen narsa. Tamam. Hazır oldu tamam. Zaten bir birkaç taş aldık ma dersten. Bana nispeten hala hocunum toştu. Tabii demek şu oldu ustazdım diye de. Ben bu dersini algan düşüngenim hem daha iki tane itikat ibadet. O özgermeydi. Üç dedi. İtikat, ibadet, prensip. Prensip özgermeydi. Prensiplerde asaslı çıkargan kaideler, neticeler, hükümler
o devirdeki asasen özgürdür. Ha. Şu şarait asasında. En doğrusu. Şunlaşkı biz aşı şaraitte çıkargan aşı hükümünü ekilip vaktimizga mıklamaymiz, tedbiqlayamaymiz. Şunun qarata yine biz hüküm çıkarışımız gerek. Çünkü Elbette. Allah kitapni berdi ve hikmetni berdi. Bir yerdeki hikmet şu prensip çıkarış. Bu nemini bildirdi Evet. diye vaqtida misalda, şunu ben en yaxshi usulini qilay. Allah kitapni berdi degan, men mush kitapni berdi degan gapi. Qur'onni berdi degan gapi. Hikmet degancha bizga Qur'oni Karimdagi prinsipga tayinib turib, hukm chiqarishni bizga berdi. Akıl. Biz Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asosan turib, hukm chiqarsak, to'g'ri bo'ladiganligini Alloh taolo biladi. Uning uchun Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan turib, hukm chiqarish huquqini insonlarga berdi. Shunga insonlar Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan turib, qonun chiqarib, qonun orqali insonlarga hukm chiqarib qilish insonlarning qo'lidagi huquq degan gap. Naq mishadiki bizga yetmay kelgan narsa Qur'onni yodalab, o'qilib, biqilib, ekep hazır kelmişçi keptimni. Allah zaten saklaymayın dedi o. Ama şu prinsipni, bu hikmetni yo'qotib etibdi bularchi. Elbette, elbette. Hikmetning maymun qismi qolibdi ekan. Payg'ambar alayhisalom o'zga do'raymiz deb kelgan qismi. Şu yıllık bayat okugan 79. ayet. Şu nimedeki Ali İmran'ın aşağıda deyilgen gap bak ayetning o'zida. Ben peygamberlik ibadet kılınla deyişi mümkün mü degan. Deyişi mümkün mü degan ayet. Neh aş ayetning zitiqi chiqib o'tilg'ida haqchi. Elbette, elbette. Qur'ondan hukm chiqarib, ayna yashashning o'rniga boshqa narsalarni ona qildi, aytdi, unda qildi, manda qildi degan barliq hodisalar deb qo'yibmiz-ku biz. Hadislarni shu. Ashlarni akiliblam, ashuning agishimiz deb turadilar-da. Qur'on bir yerda qilib qilinglar, hikmat bir yerda qilib qilinglar. Shuning kapshyapmiz. Haq bizni tinchilmaydi-da, anlaşılık olmadı. Keler qatimda inşallah Qur'oni Karim bir makonga xosmi degan to'g'riliq to'xtalamiz. Dunyodagi o'limalardan, o'sha Uyg'ur o'limalardan bu haqda to'xtalganlar o'z oldimiz to'xtalib tursin. Buni e'lon qilib qo'yaylik hozir. 66. kısım. 66. Shuni nim qilamiz. Tamam inşallah. Oxiri davomida Bulut ko'p rahmat. Qur'on bir Men millat chekindim. Bo'ldi. Ekran sizlarga qoldi Abdulaziz birodar. Maxush. İkranı man qo'yib bermanglar. Man qo'yib bersanglar, ikranni tushkunmay o'tmay. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ders muzokaramiz nihoyatda yaxshi, ko'ngilli o'tdi. Ustozni savoldan qo'rqib qochib ketadigan ustozlardan emas. Yine qaytadan savolimizga javob berdi. Nihoyatda yaxshi, ochilib, yeyilib tushungan bo'ldik. Demak, darsning xulosasini bir qancha qatim qildik. Shuningla yetinila Ahmedjon qarindoshimiz buni aytib xulosa qilib berdi. Ekronni bizga tayyorlab berdi. Ustozmo bizga Qur'ondan nazar silishni qanday nazar soldiganligimizni amaliy misollar bilan, oyatlar bilan yaxshi tushuntirib berdi qarindoshlar. Agar savolinglar bo'lsa, shu darsning ostiga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ayrim bizningki Ahmedjon qarindoshimiz orqali so'rasanglar bo'ladi. Men İstanbulda yashayapman. Menda so'rasanglar, ustozdan so'rab beringlar desanglar, men so'rab beralayman. Qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa 66-sonda Qur'oni Karim ma'lum bir makonga nima? Xosmi degan darsga kirishgacha omon bo'linglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.